Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli fidoyilar ikrorining ko'rmanlari, hammanglarningki mushu vaqti va buningdagi vaqti xayrli bo'lsin. Qur'ondan nazar programmamizningki 74-sonida sizlar bilan ko'rishyapmiz. Alhamdulillah. O'tgan haftada taqdim qilamidik. Bugun shu nisb bo'ldi. Men Istanbuldan Abdulaziz Bek To'g'roq, Londondan ustoz Kerim Zohir, Gollandiyadan Ahmet Pidayi kardeşimiz. Bu programı birlikte sunuvatımız. Hemen yaxşı tudunlar mı kandak? Hoş geldinler. Aleykümselam. Allah'a şükür. Özür dilerim. Yaxşı, elhamdülillah, Xudoga şükür. Bundan turvatımız. Sizlerden program kılıp texim yaxşı turvatımız mı? Elhamdülillah. Bu bugünkü Kur'an'dan nazar programımızdaki temisi ilan kılındaki Kur'an ve tüzümler üstüde buludu. Hem de bu tüzümler degan vaqtimizda qaysi mazmunlar sunuladi bu programmamizda desak, endi tüzüm har qanday bir harakat, mizon, sistema va qurilishlarda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir omil. Undaqda Qur'on tüzüm haqida nima deydi? Tüzüm din nuqtasidan qanday bir uqum? Qur'ondagi tüzümlərə əlaqədar yol yo'riqlar nima? Bir tüzüm işi yaşayotganlarning huquq va majburiyatlari qanday bo'ladi? Biz qanday qilganda yaxshi bir tüzümga ega bo'la olamiz yoki o tüzümga kela olamiz? Vatanning mustaqilligi va xalqning rivojlanishi uchun qanday tüzümlar mavjud? Qatorliq savollar asosida bugungi Qur'on va tüzümlar degan programmani sunmoqchi qadrli qarindoshlar. Qani ustoz o'zlari marhamat, mikrofon, ekran sizlarda. Assalamu aleyküm. Dünyada qarşı yerlerde hörmətli qarindoshlar, hammalar şu vaqt olsun. Aleyküm assalam. Biz o'tgan har hafta Qur'onga asosan jamiyat degan mavzuga to'xtalgan edik. Jamiyatda qanday o'zi Qur'on qanday jamiyat qurishni tashabbus qiladi. Qur'onga asoslansa qanday jamiyat qura olamiz? Ya'ni Qur'on bizga o'zi Qur'on o'tirib qo'ygan prinsiplarga asoslanib turib bir jamiyat qurmoqchi bo'lsak, qanday bir jamiyat qura olamiz degan vaqtda haqiqiy bir insonlik jamiyatini qura oladiganligimizni oxirsida xuloslagandik. Hech bir insonniki haq-huquqiga tajovuz qilmaydigan, har ish adolat bilan, barobar adolat ostida barobarlikni maqsad qilgan shart bilan bir insoniylik, ya'ni haqiqiy bir insonlik jamiyati qurishni tashabbus qildiganlikni shu vaqtida oxirsida o'zi xuloslagandik. Endi bugun shuning munosabatli holda Qur'on va tuzumlar deganning o'zini o'tirib qo'yish oldi turyapmiz. Nima uchun degan vaqtida jamiyat, ya'ni bir jamiyatning o'zini shakllantirgan vaqtida u jamiyatni shakllantirgan narsa bir tuzumga o'zi asoslandi. Aslida shu qanday jamiyat, ya'ni Qur'onga asosan qanday jamiyat qura olamiz? Ya'ni Qur'onga asoslansak u qanday jamiyat qurib chiqish mumkin degan bu sohani so'zlagan vaqtida asosan bu tuzumniki bir tarafi shu vaqtda oshkor bo'lib bo'lgan. Endi dunyoda nurg'unlagan tuzumlar bor. Misol bu tuzumniki tunjisi ya'ni islom. Ya'ni bu nima demakchi degan vaqtida Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratgan vaqtida uniki qo'liga bergan kitob, ya'ni birinchi qilib uni o'rgatgan narsa Qur'ondagi Sura Baqarniki 30-oyatidagi va allama Odamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati degan oyatning o'zida Alloh taolo Odamga ismlarning hammasini o'rgatdi degandan bu yerda o'zi shu o'zniki qanday yo'l menish, yo'lni qanday ma'nosi to'g'ri ma'nodaganlik
haqidagi bir yo'l xaritasini o'rgatganligini bildirdi. Uningdan keyingisi nima u xatolashgandan keyin u Odam alayhissalomning qo'liga bergan narsa shu vaqtda o'zi fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun vallazina kafaru ve kezzebu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha halidun degan mush oyatga asosan xatolashgandan keyin tövbe qilgan vaqtda Alloh taolo Odam alayhissalomning qo'liga bergan narsa bir hidoyatdan iborat bir narsa bir kitob bo'lganligi, bir risola bo'lganligi va uningga kim amal qilsa nijotga erishadiganligi, uningga o'zi amal qilmay o'ziniki beshcha o'z yo'l maqsa oxiriga borib ziyon tortadiganligi haqida Alloh taolo bayon qildi. Ya'ni demakchi bo'lgan nima degan vaqtda Odam alayhissalom dunyoga kelgan kunidan boshlab uningga Alloh taolo tuzumni o'rgatgan va tuzumni qo'lga tutqazgan. Chunki insonlar har narsani bir tuzumning ichida qilishi, yani to'g'ri bir tuzumning ichida qilishi u insonga dunyo va oxirat foydani keltirganligi, dunyoda haqiqiy bir insondek yashay oladiganligini Alloh taolo bilganligi uchun mushuning o'zini o'ttirib qo'ygan. Yani o insonlarga eng oxirgi kitob Qur'oni Karim, yani ilohiy kitob Qur'oni Karim kelgandan keyinmi, yani Qur'oni Karimning o'zida yani şu Adem Aleyhisselam'a tekrarlangan, nurgullan ayetler bayan kılıngan. Misal Sura En'am'daki 108. ayette وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ diyen özü ayetinin özü mü? Neymi diye vaxtda bir-biriga daşnam qılmaslık. Yani biz hazırki vaxtda insan haq hukukları dep özü düşünümüz bunu. Bir insonniki g'ayvetini qilish, uning bo'xton chaplash va uning o'zi har xil haqoratlarni qilish u insonga haq huquqiga tajovuz qilganlik bo'lib hisoblandi misol. U qandoq jinsidagi, qandoq rangdagi inson bo'lishini qat'iy nazar, qandoq e'tiqoddagi inson bo'lishini qat'iy nazar, uning haqorat qilish u o'zi butunlay jinoyat hisoblandi. Bu hozirgi dünyadaki tüzümde mi şundaq özünüm kılındı, ama bu aslında Allah Teala'nın aldıda, Allah'ın kitaplarda Allah burun belgelenip olgan bir hak hukuk meselesi. Bir adamdaki bir nersini uğulu aslı hak hukukunu, yani hakkını ağam bulmaydı. Onun sırtıda onunki maddi, manevi ve vicdani şundaq öz hak hukukları tecavüz kılış mı? O özü yani bir insanın hak hukuku tecavüz kıllığı o hesaplandı ve bu cinayet o hesaplandı. Bununki tövünü biz şu cinayetler degen mevzuda şu bidayla ekranda mahsus toxtaldık. G'ayvat o'z qandaq bo'ladi, bo'xton bo'z qandaq bo'ladi, o'zaro o'z jadallashgan vaqtida jamiyat tartibini buzmay turib jadallashsa uni jinoyati jazosi qandaq bo'ladi? Agar jamiyat tartibini buzsa qandaq bo'ladi? Uniki nima jazosi? Bu vaqtda tafsili o'zi shu yerda bayon qilgandik. Yani şu ayetini müşahede okuvatızda, yani Allah Teala qandaq tüzümlerini oturup koygan diye vaxtda insanların en addi, adetdeki hakkıdın tatip en yukarı hak hukukları kadar onu qoğdılınışı lazımlığı. Onunki özü bir insan ekenligini itiraf kılınışı, yani onun bir insan ekenligi itiraf kılınışı başka insanlar tarafından ve özü beraber bir insan ekenligini itiraf kılış. Bu özü Kur'an-ı Kerim'de nihayeti muhim o'rin turdi. Shuning uchun bu yerda musulmon bo'lish kerak, ya kafir bo'lish kerak, ya yahud nasara bo'lish kerak, ya er bo'lish kerak, ya ayol bo'lish kerak degan hech qanday bir narsa bu yerda shart qilinmagan. Demak, har qanday insonniki adolat oldida u barobar bir haq huquqqa ega ekanligini Qur'oni Karim mush oyatlar orqali bayon qildi. Yana o'z sura Hujratniki 11-oyatida Ya eyyühellezine amenu la yaskar kavmun an kavmin min kavmin asa yakunu khayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa yakunna khayran minhunna ve la telmizu enfusakum ve la tenabazu bil alqab ni'mal ismul fusuq ba'dal iman ve men lem yetub fe ulaikum humuz zalimun degan mush oyatning o'zidimi bir millat ikkinchi bir millatni masxara qilmaslik. Buning o'zi nima degan vaqtda
shaxsiga niki huquqiga yoki bir shaxsiyga jamoat uniki bir shaxsiyning huquqiga hujum qilish masalasi o'zi bu o'zi bir jinoyat bo'lib, yana o'zi birsiniki huquqiga tajovuz qilganlik bo'lsa, ikkinchisi o'lgan vaqtda millatga, ya'ni bir millatning huquqiga, uning inoyatiga hujum qilish, bu ikkinchi bir millatning huquqiga tajovuz qilganlik bo'lib hisoblanganligini Alloh taolo bu yerda belgilaydi. Yani bir cinsdeki insanların özüne meskhar qilishmi, uniki huquqiga tajovuz qilish bo'lib hisoblanadi. Masalan, bizda bunda ishlar nihoyat ko'p. Bir yerda bir ayol bir tashkilotniki beshiga kelib qolsa, ayollar kelgan ishni o'zi mangmaydi. Ayollar ishning beshiga kelsa, u o'zi ish amalga oshmaydi. Ayollar kelgan ishni o'zi o ta'tirsiga menib ketadi degandek nurg'unlagan o'zi patron chiqarish orqali ayollarning o'zini tuvan hisoblaydigan bunday ishlar mavjud. Misol 2006da Rabiya xonim Dunyo Uyg'ur qurultayining beshiga kelgan vaqtda o'sha dinchi guruhlarniki bir qismi mana mushundaq o'zi gaplarni qilish orqali oqibatni pishni pasat tergan bundaq voqealiklar bo'lgan. Ammo Qur'onchi degan vaqtda Qur'on kimniki shu ishni qiloligidek salohiyati bo'lsa, shu bo'lish kerak degan prinsip qildi. U er olamdı, ayol olamdı, qara olamdı, oq olamdı, musulmon olamdı, kafir olamdı ya Yahudi olamdı. Onu da qat'iy nazar. Yani bir devletning ichida, misol Turkiyadek bir devletning ichida, o devletni eng yaxshi o'zi yo'nata oladigan, yani idora qila oladigan odam qaysi din, qaysi mazhab yoki bo'lmaydi, qaysi jinsdan bo'lishidan qat'iy nazar, ashuni yaxshi yo'nata oladigan bir salohiyatlik bir odamlar bo'lsa, uning o'zi u huquq berilisi bo'ladi deb Qur'on buni o'zini belgilaydi. Yani Qur'on bundaq yerda o'zi siyosiy tuzum yoki bo'lmaydi bundaq qilqi mushundaq sohadagi tuzumlarda nima o'tirib qo'ydigan vaqtda Qur'onning o'tirib qo'ygan prinsip, yani tuzumlari mana mushundaq narsani o'z ichiga oladi. Yani Qur'on bu sohada keng o'zi nimaning o'zini yo'lni keng qo'ydi yani. Yani bu yerda nurg'unlagan ishlar bor hozirgi vaqtda. Misol ayollar, erlar bu yerda ovozini chiqarsa bo'lmaydi, u yerda gap qilsa bo'lmaydi deydigan o'zi nurg'unlagan fatvolar bor. Bu fatvolar tamoman o'zi Qur'onga zid kelgan fatvolar. Qilsa bo'lmaydigan gaplarning o'zini erlarmi qilsa bo'lmaydi, ayollarmi qilsa bo'lmaydi. U gaplar qanday gaplar deganda g'iybat, shikoyat, bo'hton va birsiga haqorat qilish, birisini so'kish, birisiga o'zalqi shahvoniy gaplarni qilish. Mana bundaq o'zalqi yomon niyatdagi, yomon o'zi ma'no ifodalaydigan bundaq o'zi gaplarni qilish her qanday odamga, qora bo'lsin, oq bo'lsin, musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, her qanday odamga cheklandi. Bu Qur'on o'zi buni cheklaydi yani. Yani to'g'ri gaplarni qilish, yaxshi gaplarni qilish, boshqalarga o'zi yaxshi muomala qilish, bundaq ishlarning o'zini her qanday odamga, er bo'lsin, ayol bo'lsin, hammasiga o'xshash o'zi Alloh taolo yo'l qo'ydi. Yani erlar gap qilsa bo'ladigan, ayollar gap qilsa bo'lmaydigan bundaq narsa Qur'oni Karimda aslo mavjud emas. Yani jamiyat tuzumi degan vaqtda yani o'zi ayollar qo'yilgan tuzumning ichida, yani huquq nimasining o'zida ayollarga ayrim, erlarga ayrim bir tuzum qo'ygan bundaq narsa Qur'oni Karimda aslo mavjud emas. Yani birisiga laqam qo'yish, paloni toz, pustoni baz deganga o'xshash bundaq o'z laqamlarni qo'yish, boshqalarni masxar qilish o'zi maqsadida bundaq laqamlarni qo'yishning o'zimi nima degan vaqtda bu Alloh taolo cheklagan bir ish. Agar buni qilgan bo'lsa, Alloh taolo bu yerda nima deydi desa, "Va man lam yatub", yana nemal ismul fusuq ba'dal iman va man lam yatub fa ulaykumuz zolimun. Kimki mushundaq ishni qilgandan keyin uni tövbe qilib bu ishdan qaytmasa, u odam desa, yana bir odamga zulm qilgan odamlar qatoridan bo'ldi. Ya'ni yana birisining huquqiga tajovuz qilish orqali uni zulm qilgan bo'ldi. Yani bu yerki masala nima degan vaqtda bu yerki huquqdan iborat bir tuzumning o'zini yana o'zi buzgan bo'ladi, u odam jazolanishga haqli bo'ldi shu vaqtda degan gap. Yana o'zi Sur An'amdagi 159-oyatida innallazina
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون degan mushu oyatning o'zidami Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga nima deydi degan vaqtida u ahli kitobning o'zi nurg'un o'zi nimalarga mazhablarga bo'linib ketdi deydi, bo'linib ketgan edi deydi. Lasta minhum fi shay. Sen ammo u mazhablarning hech qaysi emas. Hech qaysi bo'lishing bo'lmaydi. Bu ikki xil ma'no ifodalaydi. Biri sen faqat Alloh taolo ko'rsatgan bu shu Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'lda hech qanday mazhabga tava emassan degan bo'ldi. Ikkinchi birisi degan vaqtda sen hech qanday bir mazhabga yon bezish haqqing yo'q degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni o'zi bir davlatning ichida yoki payg'ambar alayhissalom o'xshash bir o'z payg'ambarniki o'zi hokimiyati ostida nurg'unlagan Yahudi, Nasaralarniki va mushriklarniki nurg'unlagan mazhablar bo'lishi mumkin. Bu mazhablarning ichida u o'z islom hokimiyatiga bo'ysungan kunidan boshlab ularning hammasiga degan vaqtda o'xshash muomala qilish. Bu o'zi payg'ambarning ustiga tushgan bir vazifa hisoblandi. Ya'ni hozirgi vaqtdami bir davlatda masalan Turkiyadek bir davlatning o'zida musulmonlar va musulmonning ichida ahli sunnisi va shiasi va rafizisi va alavisi va jafarisi va yazidisi va misol hammasi nurg'unlar biz musulmon dairasining ichida musulmon bo'lmaganning ichida yahudilar va nasaralar va uniki har turli ortodoks deydi, yanbi deydi, protestan deydigan ashunday har xil o'zi mazhablar var misol. Endi bu hokimiyat qanday qilish kerak degan vaqtida hokimiyat hammasini bir inson qatorida hisoblab, hammaniki mazhabi o'zang hisob. Ya'ni o'zangning ishi u, Alloh va o'zangning orasidagi ish, bu hokimiyatning ishiga so'qadigan yoki jamiyatda insonlarning orasida so'qadigan hech qanday insonniki haq-huquqi yo'q. Uning uchun o'zi sen hamman o'zangniki o'zi mazhablarda o'zang e'tiqod qilib turaver, ammo hokimiyat degan vaqtda hamma mazhabga o'xshash o'z qarash bizning majburiyatimiz deb hokimiyat bundaq o'zi nima qilish, ulug' muomala qilish bu hokimiyatniki vazifasi degan gap. Ya'ni bu tuzum mana shundaq o'zi davlatga qartilgan, davlat fuqarolariga qartilgan ichki tuzum bundaq bo'ladi endi. Davlat ichida adolat ostidagi barobarlikni, ya'ni hamma insonga adil muomala qilish va hammasiga barobar muomala qilish ya'ni. Ahli sunniki buni sal yaqinroq muomala qilay, shi'a buni sal o'zi sol ko'zni qaray aningga. Yoki musulmon buni o'ng ko'zimni qaray, yahudi nasara uni men sol ko'zimni qaray deydigan hech qanday o'z davlatda undaq tuzum bo'lishi bo'lmaydi ya'ni. Qur'oni Karimniki ko'rsatmasi bo'yicha. Hamma insonga bu yerda diniy nuqtadan emas, insonlik nuqtasidan o'xshash muomala qilish adolat ostida mana bu tuzumning o'zini Qur'oni Karim ya'ni mushundaq tuzumda bo'lsa davlat to'g'ri bo'lgan bo'ladi deb o'zi buni o'ttirib qo'ydi. Nima uchun endi degan vaqtida yana Sura Zumarniki 32-oyatida minallazina farraqu dinahum va kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun degan mush oyatning o'zi deydi. Ya'ni boshqa nurg'un oyatlar bu yerda shu guruh bo'lib ketgan, ya'ni mazhab bo'linib ketgan, dinga bo'linib ketgan mushundaq insonlar degan vaqtida u insonlarning hammasi o'zining dinini o'zi yaxshi ko'rdi. Ya'ni bir odam musulmon bo'lgan bo'lsa, u musulmon o'ziniki islom dinini yaxshi ko'rdi, bir xristian bo'lsa, o'zining xristian dinini yaxshi ko'rdi, bir yahudi bo'lsa, yahudi dinini yaxshi ko'rdi. Mazhablarni misol ahli sunniy mazhabini yaxshi ko'rsa, shi'a mazhabini yaxshi ko'rdi. Demek sen A mezhep dikense, sen ma mezhep dikense, yoki sen A din dikense, yoki sen ma din dikense, yoki sen Türk kense, yani birisi özü palanı milletke. Dev oturup aralıkta devletin içindeki milletlerge her xil farq bilan özü muamele qilishni Qur'oni Karim to'sidi. Nima uchun degan vaqtda hammasi o'zining millatini yaxshi ko'rdi, o'zining mazhabini yaxshi ko'rdi va o'zining dinini yaxshi ko'rdi. Yaxshi ko'rganligi uchun uniga to'qinish, ya'ni uniga tajovuz qilish, uni haq-huquqi tajovuz qilgan bo'ladi. Shuning uchun buni o'zi mazhabchilik, dinchilik ishlarining o'zini, diniy e'tiqod ishlarining o'zini Alloh taolo Qur'oni Karim natija deylik, man qo'yib aytinglar. Uning hisobini men qiyomat kuni olaman, ammo dunyoda ish kelgan chog'da sizlar u mazhabchilik, dinchilik ishiga aralashmanglar.
hokimiyatning oldida qanday mazhab, qaysi din yoki qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar o'xshash muomala qilinglar deb Qur'oni Karim mana mushundaq bir tuzum bekitishning o'zini buyurdi. Endi tuzum shundoq bo'ldiki, shu vaqtda buni da misol bir tuzumdagi insonlar ikkinchi bir tuzumdagi insonlarga tajovuz qilish, bir dindagi insonlar ikkinchi bir dindagi insonlarga tajovuz qilish, bir mazhabdagi insonlar ikkinchi bir mazhabdagi insonlarga tajovuz qilish, bir jinsdagi insonlar ikkinchi bir jinsdagi insonlarga tajovuz qilish bundaq ishlarga tushadigan vaqtda Sura Anfalning 39-oyatida وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ degan mush oyatning o'zida bayon qildi. Ular qarshi kurash qiling deydi Alloh taolo. Hatto la takuna fitna. Taki qarshilik tugagan qadar. Va yakuna dinu kulluhu lillah. Barliq din faqat Alloh uchun bo'lgan qadar. Ya'ni bu nima degan bo'ladi degan vaqtda din Alloh va insonning o'ttirsidagi ish. Masalan, men o'ttirga chiqib, o'zi xristian yo yahudika nima uchun anda qilmaydi deb uni qishiq tabliq qilib, uningdagi uning o'zini haqoratlash ishlari kelgan vaqtda uning o'zini cheklash Qur'oni Karim. Toki men chekilmaydigan holatga tushgan qadar o'zimning ishi o'zimga, oning o'zining ishi o'ziga degan bir kelgan qadar hokimiyat uning qarshi o'zi tadbir elish, uning qarshi harakat qilish bu o'z hokimiyatning qilgan ishi degan gap. Yani hokimiyat butun dindagi insonlarniki diniy e'tiqodini qo'g'dash va diniy e'tiqodga hurmat qilish va bir dindagi insonlar ikkinchi bir dindagi insonlarga hujum qilishdan iborat bundaq ishlarga faqat yo'l bermaslik, barliq dinning hisobini Alloh oladi, u Alloh bilan shu insonning o'ttirsidagi ish degan holat kelgichlik o'zi hokimiyat o'zi ashunga o'zi nima yo'l qo'ymaslik bu hokimiyatniki qilgan ishi deydi Alloh taolo. Shuning uchun bu Qur'oni Karim masalan Sura Tavbaning 60-oyatida yordam qilishda misol Turkiyadan hozirgi vaqtda bolalar valiga hech bo'lmasa bolasi tug'ilgan vaqtda 7-8 koy burungi vaqtda hozir ham 1,5-2 ming koyga chiqqandi. Shunday yordam beradigan ishlar Turkiyadan bor ekan, balkim qiyinchilikqa qilib qolgan odamlarga ancha yordam beradigan ishlar bo'lishi mumkin. Yevropada asosan bor bu narsalar. Mushundaq o'zi yordam beradigan hokimiyat o'zi hukumat fuqarolarga yordam beradigan ishladi degan vaqtda Qur'oni Karimda Sura Tavbaning 60-oyatida innamas sadaqatu lil fuqaro'i vel masakin vel amilina alayha vel muallafati qulubuhum ve fir riqab vel gharimina ve fi sabilillah ve ibnis sabili farizatan minallah vallahu alimun hakim degan mush oyatning o'zida aniq ko'rsatdi. Ya'ni bu yerda yo'qsul insonlarga yordam qilish. Yig'ib aytgan vaqtida. Bu yo'qsul insonlarga yordam qilgan vaqtida uni dini qarta yordam qiladi. Millati qarta yordam qiladi degan vaqtda u hokimiyat shu davlat territoriyasidagi o'z davlat territoriyasidagi insonlarning hammasiga millat arimasdan, din arimasdan, mazhab arimasdan, jinsi arimasdan hammasiga ehtiyoji qarta yordam qilish u davlatniki vazifasi deb qaraydi nima deb bekitgan Qur'onning o'zida. Ya'ni buningga hozirgi vaqtda ko'pincha vaqtda bu musulmonlar amal qilmaydi. Unda desa musulmonlarning o'zini anday deydi, musulmonlar amal qilmaydi ko'pincha yerda. Ammo bu g'arb davlatlari mushunga odat qilgan. Odatda hech qanday bir odamniki diniy e'tiqodi hech qanday narsani surishti qilmaydi. Hattoki ish o'rniga bir yer ishga kirmoqchi bo'lsaqmi, qo'lingda bir nima bormi? Sertifikat deydimi, kenishga. Shu ishni qila oladigan qarta bir diploming bormi deydi-da. Diplom bor degandan keyin shu ishni diplom bo'lgandan keyin shu ishni qila oladi degan ma'noni bildirdi. U vaqtda shu shirkatning o'zi ashunday bir ishchiga ehtiyoji bo'lsa, okey deb oladi. U odam musulmonmi, sen musulmonmi, kofirmi yoki yahudimi, nasoromi deb uni hech qanday narsa surishti qilmaydi. Faqat surishti qilgan narsa nima desa, mush ishni qila oladigan qarta sizniki salohiyating bormi, salohiyatingni isbotlaydigan bir qog'ozing bormi deydi. Qur'on ashuning o'zini bizga buyurdi.
Yani o'zi bu omonat nemisda omonat degan mavzuda hammani bayon qildik. Omonatni ahliga beringlar deganning o'zi. Mana shu omonat degan ishning o'zi bir omonat, ish beruvchining qo'lidagi bir omonat. U ishni qila oladigan odamga berish omonatni joyiga berganlik hisoblanadi. Shuning uchun Alloh taolo nima deydi desa, sen uni falon millatga berishim kerak. Falon dindagi insonlarga berishim kerak demay, uni qila oladigan odamga bersang, u ishning yurishidi degan gap. U ishning mang'idi degan gap. Sening vazifang u ishni mang'dirish. Undaq bo'lgandan keyin sen u yerda o mezhep, millet yoki din surishni qilmasdan uni qila oladigan odamga uni ahliga bersang, o odam o'zini uni to'g'ri qiladi, u ish mang'idi. Sen undan keyin foyda oladigan ish olsa yoki u ishdan zaten netinch qozonasa, insonning bir ishni qilishlik maqsad netinch qozonish bo'lgandan keyin Alloh taolo buning o'zini bizga bayon qildi. Shuning uchun bu yer nima degan vaqtda mayli davlatning prezidenti, tashkilotning prezidenti bo'lsin yoki uniki amaldorlari bo'lsin, ushaq tushak Aşağıdan ta ki özü bir işki erişkiçilik boğan işin hemmisde amanetini ehlik beriş yani bir işini şu işini kılalaygan adam beriş Kur'an-ı Kerim belgilegen bir prensip bir tüzüm bu hesaplandı yani. Onunki özü sen mandak kense sen falan dindi kense ya tutan millet kense dev oturup onu arış Kur'an-ı Kerim'deki bu prensiplerine zıt geldi. Kur'an-ı Kerim'deki o prensiplerine tüzümlerine biz boysunmaganlık o hesaplandı. Yani insanlar özara muamele kılan vaxtıda qandaq muamele qilish kerak degan vaqtning o'zida Kafirun surasining o'zida bunlar ochiq bayon qiladi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun va la antum a'budun ma a'bud va la ana a'budu ma abattum va la antum a'budun ma a'bud lakum dinukum valiyadin degan mush oyatning o'zida Peygamber Aleyhisselam devatdiki sen kafirlarga men sizlar cho'qingan narsaga men cho'qinmayman, sizlar men o'zi ibodat qilgan zotga sizlar ibodat qilmaysizlar. Wala ana abidun ma abattum. Menmo sizlar cho'qingan narsaga men cho'qinmayman. Va sizlarmi men ibodat qilgan zotga sizlar ibodat qilmaysizlar. Yig'ib aytgan vaqtda nima degan vaqtda sizning diningiz o'zanliga, mening dinim o'zamga. Mana Peygamber Aleyhisselam'a ko'rsatgan yo'l hokimiyat ostidagi butun insonlarga dini e'tiqodiga hurmat qilish sharti ostida hamma odamning dini o'ziga deb o'zi tushunish va muomala qilishning o'zini va shundoq o'zi uning o'zini shundoq tunish buning o'zini payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo shundoq o'zi bayon qildi. Endi dunyoda bundoq tuzumli bo'lganmi degan vaqtda insoniyat tarixida misol meniki shu qadimgi Misr tarixi, o'rta zamon Misr tarixi, yaqin zamon Misr tarixining o'zini shuni o'qigan vaqtlarimda misol milodiydan 3000 yil burun, hatto 3500 yil burungi, hozirgidan 5500 yil burungi tarixlarni eslatadi. Shuni o'zidimi shu zamondagi Misr imperiyasiniki nurg'unlagan ashundaq tuzumlar bo'lgan. Bu tüzüm faqatla İslam bo'lmasdan her davlat o'ziniki sharoiti qarta, o'ziniki tashqi ishki o'z ahvoli qarta, o'ziga xos maxsus o'zi tüzüm tuzib chiqqan. Masalan bizning ajdodlarimizmi shu Uyg'urlar degan tarixni o'qisak yoki Sharq degan tarixni o'qisakmi, milodiydan 206 yil burundan boshlab, ya'ni Hun imperiyasining qurilgan vaqti milodiydan 206 yil burun. Yani hozirgidan hisoblagan vaqtida 230 yil 2230 yil burun o'zi qurilgan bu tarixdan qarasak misol shu vaqtdan tortib ajdodlarimiz o'ziniki ichki va tashqi ahvoli qarta shundoq siyosat va har xil sohadagi tuzumlarning o'zini tuzib davlatni boshqarib kelgan va o'zi uni taraqqiy qildirib kelgan. Bu yerda endi Alloh taoloniki dini bilan bu tüzümlerini seliştirgan vaqtda degan vaqtida biz buni shariat, islom va shariat degan mavzuda bayon qilgan vaqtida islomda o'tirib qo'ygan narsa butun shu hokimiyat ostidagi ya'ni shu davlat territoriyasida insonlarning hammasiga barobar muomala qilish, adolat ostida barobar muomala qilish bu islom qo'ygan prinsip. Endi şu adalet bilen
aslında o devlet özüneki emeli ahvalıga layık halatda kanun yani tüzüşü, tüzümlerini tüzüp çıkışı bu Kur'an'a uygun keladigan bir narsa degan gap. Bu şeriat bu hesaplandı mesela ayette. Her bir devlet özüneki içki ve taşkı ahvalı qarta, iqtisadi ahvalı, medeni ahvalı, hemen ahvalının özünü nazar tutkan halatda bir özü tüzüm tüzüp çıkışının özü eğer o adalet ve beraberlikni asas kılan haleti tüzse o Kur'an'a uygun hareket kılan boldu. Diyen gap. O aslı özü maxsus Kur'an'da kolunu kesin dedi, kolunu kesemez. Yüz kamçı urun dedi, onu yüz kamçı urumuz emez. Şunun layığı da, şununki eğirliği da bir cezanın özünü uyar kullansa ya şunu layık bir ceza kullansa ceza nemesi mi? Ceza kanunlarında misal şu Kur'an'a muvafık özü hareket kılan boldu. Hazırkı vaqtda dünyada hem devlet özüneki işki tüzümünü asasen komünistik devletten başka devletler desek boldu mu garip devletlerde asasen özüneki işki tüzümlerde aşındaq nurgulgan toğru näselerini oturup koydu. Ama bularniki tüzümlerde mi nurgulgan biz kabul kılamaygan näseler var. Misal özü adamniki ko'ngli ko'tarmaydigan bir tüzümleri var. Bu qaniki odatda erler bilen ayollar bilen toy qıvası boladigan deyilgan aşını nurgulgan näseleri var. Bundaq näseler biz onu kabul kılamaymiz. Zaten bizni onu kabul kıl dep bizni mecburlagan insan mı yok bu yerde? O her bir insandaki özüneki şahsi işi oğaşqa bu yerde undaq işkim arlaşmaymiz. Onu hakaretlemeymiz. Hem medhilemeymiz. Ama onu bir insan dep görümüz. Bu noktani etken vaqtida. Ama onunki eğer mümkün bolsa bu eğer onun yaxşı sahada nasihat qilish yoki bu iş to'g'ri bo'lmaganligi haqida gap qilish o insonga o'zi to'g'ri bo'ladi. Ammo uni eshib ketish butunlay o'zi uniki huquqiy tajovuz qilganlik bo'lib hisoblanadi. Qur'onning o'zidami nima deydi desa erlar bilan bundaq nim qilgan odamlarni to'y qilgan insonlarning o'zini faqatlikin fa'azuhuma degan ibora bilan bayon qiladi. Fa'azuhuma deganni o ikkisini eyiplandı degan gap. Bu yerde öldürüp ötüş, yoki onun özünü yüz kamçı uruş degan bir cezamı yok onun üstüge. Ayallar bilen buğa vaqt jo'digan vaqtda bunun özügimi ularning özünü tövbe qilg'ichilik bir ötüp turunglar. Tövbe qilgandan keyin ularning özünü qo'yib etinglar deydi. O nima degan gap degan vaqtda bo'ldi men bu ishni qilmayman. Bo'ldi endi bir er bilan to'y qilib o'tay degan vaqtning o'zida uning o'zini ixtiyor holat taloga chiqib kirdigan bundaq holatda qo'yib etsanglar bo'ldi degan gap. Yani Kur'an-ı Kerim'de asaslangan vaqtida balki biz burun bundaq adam öldürüldü, ölümge mahkum, andaq mandaq degan narsalarni ko'pinchilari Qur'onda nayt yengil bir narsalar bilan o'zi jazosini bekitishlik misol. Shuningga asosan misol Qur'oni Kerimdagi bundaq tuzumlarni hammasini o'qib chiqqan vaqtida huquq masalasi bu yerda. Huquq qo'ygan tuzumlar, siyosat qo'ygan tuzumlar va iqtisod qo'ygan tuzumlar, jamiyat qo'ygan tuzumlarning hammasi nima desa, bu nayta o'zi insonlarning butun hayotiga to'g'ri keladigan, inson hozirgi zamondagi eng ilg'or bir davlatniki tuzumlarini biz o'zi o'qib chiqqan vaqtdami Qur'oni Kerimdagi shu tuzumlarni biz haqiqiy bila oladigan bo'lsak, Qur'oni Kerimning bu tuzumlari uning natijasi ilg'or ekanligining o'zini biz bila olamiz yani. Şoňa bu ýerde 1400 ýyl burun tuzulup galgan Arap ýerim arlyda Abbasiýa Umayya sulalysy zamanysynda tuzulup galgan fiqih diýdigan bundaq özü bir tuzumnyň özüne hazır kötürüp jüriş bu özü musulmanlyga naýat eger özü bir eýip desek bolady, bir qalaqlyk desek bolady mana aýatga bagly. Näme üçin diýen wagtda o 1400 ýyl ötüp geçse 1400 bolsa 1200 ýyl burunmy diýle Umayya sulalysy 90 ýyl höküm sürgen bolsa 1250 1350 etrapyda aşu etrapda özü başlap ýezilişge başlagan näse hazırkı zamanda o nurgun näse toğry kelmeýdi. Şuning üçin bu ýerde Qur'oni Kerimde şer'a lekum ma wasabihi Nuhan degan aýatynyň özü diýdi. Her bir peýgamberge Allah Taala prinsiplarynyň özüne
o'zgarmas prinsiplarning o'zini tushungandan keyin shu prinsipga asosan o'zi shu jamiyatga loyiq holatda bir tuzum tuzib chiqish orqali o jamiyatni boshqarish, bir qonun tuzib chiqish orqali o jamiyatni boshqarish huquqini shu insonlarga berganligini Alloh taolo bayon qiladi. Ya'ni hozirgi vaqtda degan vaqtda bir davlatda adolat ostida butun insonlarning birlik barobarligini kapolatga ega qiladigan bir tuzumni tuzganligi islom diniga uyg'un keladi degan gap. Endi bu yerda mana meni kitobimda shu to'g'ri to'xtalgan, ham bu tuzumlarning ichida hozirgi vaqtda misol nurg'un tuzumlar bor. Masalan, ideologiyalik nimalar, demokratiya, kapitalizm, sotsializm, kommunizm, laiklik, sekularizm, liberalizm, modernizm va postmodernizm degan o'xshash yana nurg'unlari va ushaq-tushak hozir dunyoda mashhurroq bo'lgan tuzumlar shu. Endi men bu tuzumlarni hammasini asosan ko'rib chiqdim hammasini. Buniki qisqacha bu nemasining o'zini tushunchasining o'zini bu meni kitobimga asosan yozdim. Bu tuzumlarning ichida Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydiganlari yo'q deyarlik. Yo'q deyarlik. Sosyalizm, masalan hozir Xitoy sosyalizm degan bir tuzumni qo'llanadi. Bu sosyalizmning o'zimi Karl Marx yozgan paytda biz qo'limizga o'qigan vaqtida u Qur'on to'g'ri kelmaydigan yerlar asosan yo'q deyarlik. Nima qilgan degan vaqtda butun o'zi davlat ichidagi fuqarolarning hammasi haq-huquqi barobar. Hammasi ishchi sinflari deb atildi. İşçiler sınıfları deb atıldı ularni. Ama ularning haq-huquqlari hammasi o'xshash. Hech bir inson, yana bir insonni diniy jihatda nima qiladigan, zo'rlaydigan, uning diniga hujum qiladigan ish yo'q. Har odam qaysi dinga e'tiqod qilish, qilmaslik o'zining shaxsiy ishi deb, Xitoyniki nemisdimi bor, shu qonundan bor bu narsa. Xitoy o'zi qonun hozir xiloflik qilyapti. Ammo shu Londonda namoyish bo'lgan vaqtda mushadagi nimalar, shu kommunistlarning o'zi chiqib bizga qetlib namoyish qildi. Xitoy kommunizmni, sotsializmning o'zini mana oyoq osti qildi. Asli undiq emas deb namoyish qildi shahar. Misol. Demak, bu yerda nima degan vaqtda shu yozilgan narsaning hammasini o'qigan vaqtda, masalan, loyiqlik degan vaqtda loyiqlik qanday narsa deganda davlatning ichidagi butun o'zi fuqarolarga o'xshash muomala qiladigan, hech qanday dinga mansub bo'lmaydigan hokimiyat tuzumi aql, mantiq va ilm bilan davlatni boshqaradigan. Hamma fuqaroga o'xshash musobat turib muomala qiladigan. Bundaq bir tuzumning o'zini loyiqli tuzum deb qaraydi. Andakin buning ichida postmodernizm deganning o'zimi shu nimaga masalan shariat deganga nihoyatda uyg'un kelib, nima degan vaqtda postmodernizmda har joydagi nimaning o'zini masalalarning o'zini shu joyning amaliy ahvoliga qarata hal qilish bu postmodernizmning eng o'zi asosli nimasi, prinsipi. Yani yuqorida nurg'un tushunchalar bor, lekin eng asosli prinsiplar shu. Yani o'zi hamma insonga o'xshash muomala qilish, uni o'zi ayol yoki o'zi qora oq yoki olmaydi har xil dindagi davol turib arimasdan hammasiga o'xshash qarash va o'xshash o'zi muomala qilish va shu yaniki amaliy ahvol qarta masalani to'g'ri hal qilish degan shu prinsiplari Qur'onniki hech qanday bir yeriga zid kelmaydi misol. Endi bu yerda biroz zid keldigini qolsa degan vaqtda kapitalizm zid keldi misol. Kapitalizmda ezilish mavjud. Kapitalistlar ishchilar sinifiga biroz o'zi burun hamda ezish nihoyat og'ir bo'lganki, hozir hamda ezish oz bo'lgan taqdirdami, yanada o'zi kapitalistik davlatlarda yordamlar oz bo'ladi, xalq odatda fuqarolarga, mana kambag'allarga yordamlar oz bo'ldi, yo'q deyarlik darajada. Undan keyin o'zi ularga o'z xohlagan bir nemaning o'zini, misol bir maosh so'zlashmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, hamma narsaning o'zini kapitalist bekitadi. O ishchilarning hech qanday huquqi o sohada bo'lmaydi misol. Şoňa pat-pat o kapitalist davlatlarda kapitalistlik qarta ishchilar qarshilik ko'rsatib turdi. Shu qarshilik ko'rsatgan chaqda ularniki qarshiligini bostirish uchun biroz o'z maoshini o'stirib berishga o'xshash, biroz o'z xayr ehson qilishga o'xshash ishlarni o'zini o'tirib qo'yib o'zi uni og'zini etib ashundaq o'zi davomlashtirdi.
Ama o yerim sosyal bundaq dövlətlərin özdə adətdə fuqaralar aşqanmaydı, yalan aşqanmaydı, taladı qanmaydı. Bu üç нәрсе kapalatga ega bo'ladi. Onundan keyin o'zi ishga kirgan vaqtida uniki kapitalist dövlətlər bo'lmaydi. Bu nima degan vaqtida jiq ishlasak 50% oladi. Masalan, Norvegiyada biz ishlagan vaqtda 50% oladi bojni. Az ishlasak yordam qiladi nimamizga o'zi turmushimizga yetmay qolib qolsa, ishlamasak u vaqtda turmush pulini berib boqadi. Shunday bir davlatlardir bu. Shuning uchun bu yerda ham boy olmaydi bu sosyal davlatlarda, ham o'lib qolmaydi. Qur'onda la yamut fiha va la yahya degan bir oyat bor. O'lmaydi, tirilmaydi, shu yerimjon, nimjon yashaydi degandeklar. Xuddi shunga o'xshash bu yerda millionerlar olsa pulni cho'ng-cho'ng yerga dasmiy serish orqali beydi. Bo'lmasa normal insonlar asla beyib ketolmaydi. Azroq beyib o'zi pul topganligi, pul tep o pulni yostiqni ostiga tiqib qo'yganini bilib qolsa, u vaqtda uning yordami to'xtadi. Tak ash puling tugachilik bizni qishimiz kamaysa deydi odat. Shuni o pulni hisoblab, masalan, $10,000 bo'lgan bo'lsa, $10,000 qancha oyga yetadi? Ashni hisoblab turib, shu oyga shuncha kunga o'zi bo'lib, mana mush kungachilik bizni qishimiz kamaysa, undan keyin kel deydi. Ashunday qilish endi. Şuna bu yerdeki narsa nima degan vaqtida bizniki diniy sohadagi insonlarimiz dinchilar desak bo'ladi. Bu dunyoda islomdan boshqa butun tuzumlar islomga qarshi, islomning dushmani degandek shunday o'zi shaklda tushunchaga mavjud. Tushunchaga ega misol. Endi bu tuzumni nima uchun o'tirib chiqib qolgan? Shu boy deganga o'xshash, demokratiya deymiz, kapitalizm, sotsializm, kommunizm deymiz, laiklik, sekularizm, liberalizm, modernizm, postmodernizm degan o'xshash shunday tuzumlar nima uchun chiqib qolgan degan vaqtida bu asosan Yevropada chiqqan demokratiyaning o'zimi odatda shu nimada o'zi hatto milodiydan burun chiqqan degan o'zi nimalar bor buningda asosli shu 13-14 asrdan boshlangan keyin buniki asal populyar bo'lib mashhurroq bo'lib chiqqan vaqti toki 19 asrgacha davomlashib 19 ya'ni 17-18 asrlardan boshlab u davlatga o'zlashishga boshlagan. Buning sabablari nima degan vaqtda Yevropa Osmanlı'nınki taygını yep, ağaçlık şunu olan özü kutulanmay şundak tuğandan keyin bu yerde onu tetkik kılgan insanlar çıkıdan keyin o tayakını yevegen keyin nima için biz şundak aciz halette bu kalımız der. Şunal ahırızı qarısa bütün işlerin özü dinçiler kolga ele algan, o dinçiler dinini setiş arkalık dininin bedeliga milletini ezip, milletini kul kılıp o özü milletini hiçbir zaman baş götüremeydigan, ilim ma'rifatiga tunuşamaydigan, şunday bir holatga tushirib qo'ygandan keyin uning o'zi shu diniy sohadagi insonlardan bir turkum insonlar o'tirg'i chiqib, bu radikal dinchilarga qarshi o'tirg'i chiqdi. Misol, nimadagi Germaniyadagi Martin Luther degan odamning o'zi, mana shu ishni boshlovchilarning birisi, bu o'zi aslida cho'ng bir pop bo'lgan ekan, shu odam o'tirg'i chiqib, shu nimaning o'zini İncilning o'zini, Tevrat İncilining o'zini shu o'z tilda tarjim qilib dunyoga taqitib, uningda o'zi o dinchilar qilayotgan din tujjarlari qilayotgan tijoratning yo'qligini, ular aldanayotganligini, behuda o'z izlayotganligini tunishtirish orqali millatni uyg'otib, uningdan keyin Yevropa uyg'ongandan keyin to'xtabdi deb o'tirib, bu Tevrat İncilniki asli maqsadi bütün insonlar barobar qandaq dinda bo'lishni qat'iy nazar, ya'ni Qur'on bilan o'xshashda qandaq inson bo'lishni, qaysi mazhabda bo'lishni, qaysi dinda bo'lishni qat'iy nazar, hammasi barobar. Har odamning dini e'tiqodi o'ziga degan o'z prinsiplarni o'rgangandan keyin uning asrlarcha vaqt ketadi. Undan keyin asta-asta bu demokratiya deymiz, liberalizm deymiz, hozir bu Angliyaniki tuzumi liberal demokratik tuzumga misol
shunga o'xshash o'zi tuzumlarni o'ziga qabul qilib, ba'zan davlatlar sotsial demokratik davlatlar va misol Norvegiyaga o'xshash, Germaniyaga o'xshash, shundaq o'ziga shu tuzumlarning o'zini qabul qilib, uningdagi ichidagi butun millatlarning o'zini o'xshash, butun jinsdagi er bo'lsin, ayol bo'lsin, o har xil jinsdagi insonlarning hammasini o'xshash inson deb qaraydigan mundaq bir holatni shakllantirgan. Ammo bu tuzum xato dinchilarniki qo'ldan chiqqandan keyin, qutulib chiqqandan keyin xatodan chiqqan inson nega chiqadi desa, ikki yo'l bor dunyoda. Xatodan chiqqan inson to'g'ri yo'lga chiqadi. Shu vaqtda bu insonlar shuni to'g'ri yo'lga chiqib, undan keyin o'zini misol 1600-yildan boshlab bular taraqqiy qilishga boshlagan. Hozir men dunyoning shu oldin qatorda ketib o'tishniki butun sabablari Qur'onniki, ya'ni butun ilohiy kitoblarniki asosliq maqsadiga, eng tub maqsadiga uyg'un harakat qilganligi uchun. O tub maqsad nima degan vaqtda insonlik nuqtasini aytgan vaqtda adolat ostidagi barobarlik, insonlik nuqtasini aytgan vaqtda desa ilmga asoslangan. İnsanlar ilmga asoslangan bo'lish lozim. Ilmni asosga o'rin qo'ygan bo'lish lozim. İbadetni asos qilmasdan ilmni asos qilgan bo'lish lozim. Mana g'arb davlatlari shu o'zi ilohiy kitoblardagi dinning asosi, ya'ni ilohiy dinning asosi ilm, o tuzumning asosi adolat ostidagi barobarlik degan mushu narsaga yig'inchoqlab bu butun o'zi ishning o'zini unidagi ilm qo'yilgan prinsiplarni, misol ilmni o'qish kerak, o'rganish kerak, uni bir narsani ijod qilish kerak. Va lekin uni yomon yo'lga ishlatmaslik kerak. Insoniyatning ziyniga ishlatmaslik kerak. Buni keyingi zamonlarda misol hozir shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan bu narsalar shu qonun holatda bo'lishi mumkin. Shundaq o'zi prinsiplarni o'tirib qo'ygan. Tuzumlarni o'tirib qo'ygan. Shuning uchun Qur'onni biz yig'ib aytgan vaqtida qanday bo'ldi deganda butun insonlar qaysi din, qaysi mazhab, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar haq huquqda adolat oldida barobar. Mana shu narsa Qur'onniki haq huquq sohasidagi asos prinsipi. Ikkinchisi degan vaqtda ikkinchisi nima degan bayqini? Ikkinchi asosi ibodat emas, ilm asos qilingan Qur'onning o'zida. Shuning uchun butun ilohiy kitoblarda bu nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karim tushgan vaqtida birinchi tushgan oyat Iqra bismi robbikallazi xalaq degan oyat tushgan. O yerda la ilaha illalloh deganni birinchi deyishing kerak ekan. Iymonning o'zini birinchi qatim aytishing kerak. Demasdan Alloh taolo iymondanmi burun nimani tushirgan degan vaqtda o'qishni tushirgan. Bu nima uchun bunday qildi degan vaqtda bir narsani bilmay turib uning o'zi e'tiqod qilish, uning o'zi ishonish, u insonga yaxshilik kelmaydiganligini Alloh taolo bilganligi uchun bu yerda birinchi o inson o'qish kerak. O'qish orqali u narsani to'g'ri va xatoligini o'rish kerak. Uningdagi uning ishonish kerak yoki ishonmaslik kerak. Mishel bir narsa so'zsam bo'ladimi? Bo'ldi. Deb bo'lgan. Adamlarga silbati ilim dedilar. Bu arada hozir jamiyatda ilim desa, dini ilim, ilohiy ilim, bilim desa, ilohiy bo'lmagan, önçilik sebebi yok bir bilim deb manda ayırıp olduğun bir iş var. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de ilim degeni şu, ilim pen, hemmisini öz çıkala. Şunu iniqlab bersinler. Bunu biz şu ilim ya bilim şundaq bir mavzuda maxsus to'xtaldik. Bu Qur'oni Karimdagi asoslangan vaqtda ilim hech bir zaman ikkiga bo'linmaydi. Diniy ilm, fanniy ilm degan bir narsa asla mavjud emas. Butun ilm Alloh taolo o'zi yo'l qo'ygan ilm. Ya'ni Allah Qur'oni Karimdagi asoslangan vaqtda butun fanniy olsun, zaten fanniy dini degan narsa yo'q. Faqat biznikilar aşağı qaraganda fanniy ilm, diniy ilm deb qaraganda bütün ilim hammasi o'xshash, ammo bu yerdagi birla o'zi bunga qo'yilgan prinsip bor, cheklamalar bor. U nima degan vaqtda
u ilmni to'g'ri ishiltish. Yani xato ishlatmaslik. Masalan, hozir biz vaqt nurg'un narsani deyapmiz. Uni din tujjarlariga o'xshash o'zi diniy bilimni o'qiganlar dinni tijoratga aylantirib pul tepish manbasi, jon berish manbasi qilmaslik va boshqa har qanday inson o'qigan ilmning o'zini qo'saq vaqadigan, jon boqadigan bir qurolga aylantirib olmaslik. Yani insoniyatga bir yaxshilik keladigan bir narsaga aylantirish. Bu o'zi Qur'oni Karim maqsad qilgan narsa. Asla uni jon boqish o'zi qurolga aylantirib olmaslik lozim. Mayli fizik o'qigan odam bo'lsin, mayli ximiya o'qigan, mayli siyosat o'qigan insonlar bo'lsin, u insoniyatning manfaati uchun ishiltish lozim uni o'zini. Bu vaqtda bu narsa Alloh taolo maqsad qilgan o'zi ilm bo'lgan bo'ladi. U insonmi ilmni Alloh taolo maqsad qilgan usulda ishlatgan bo'ladi. Ya'ni shuning uchun bu Qur'on ilm sohasi nima? Qur'onniki bu insoniyat sohasida ilmni asos qilgan hech bir zaman ibodatni asos qilgan emas. Uning uchun Qur'oni Karimda ibodat belgilangan ibodatlar bor. Ammo u ibodatlarni hech bir zaman nafli ibodat qilishing kerak. Ya oyda mancha qatim o'zi nafli ibodat qilishing kerak, ya ro'za tutishing kerak, ya har kunsi mancha rakat ortiq namoz o'qishing kerak, yoki yilg'isa hajga berishing kerak deganga o'xshash bundaq o'zi ibodat sohasidagi narsalarni ortiq qilishga aslo o'zi Qur'oni Karimda buyurgan emas. Chunki nima uchun degan vaqtida butun dunyodagi 2 milliard inson kech kunduz ibodat qilsa, namoz o'qisa, kunduzi her 360 gün ro'za tutsa ve 360 gün harem yig'ilib olib, shu qora o'yning o'zini piqirsimi, dunyoda osh qolgan bir o'z insonni qutqizolmaydi. Buni Alloh taolo biladi. Bilganligi uchun ibodat Alloh va insonning o'tirishga ishi bo'lganligi uchun uni shu Allohni tunigan shaklda Allohni eslash yuzida shu ishni qilsa bo'ldi. Ortiq kech kunduz uni qilamdi. Bir odam mesela 2 rakat namoz o'qiydigan o'rniga 100 rakat 500 rakat yoki 1000 rakat namoz o'qisimi o'xshash. 2 rakat namoz o'qisa odam Alloh taoloni zikr qilgan bo'ladi. 1000 rakat namoz o'qisimi faqat shu Allohni zikr qilgan bo'ldi. Boshqa hech qanday ortiq bir narsa bo'lmaydi yani. Uning uchun Alloh taolo farz qilgan ibodat namoz sohasida nima bo'lsa 2 rakat farz qilalik. Misol. İlimde çoğu degan vaqtda ilmda o'zi insonlar oqib qolib qolgan vaqtda boshqa insonlar tarafdan hujumga uchraydi, tajovuzga uchraydi va u odam qulub u yerda o'zi xorlanadi. Uning uchun boshqa insonlar o'xshash inson o'ziniki haq-huquqini o'xshash o'z dunyoda davomlashtirish uchun uni o'xshash ilmda o'xshash bo'lish kerak ilm sohasida va har sohada o'xshash bo'lish kerak. Shu vaqtda o'zining haq-huquqi deymiz, har sohani u odam qo'g'dab mang'alaydi. Chunki insonlar bir-birini ezidi, bir-biriga hujum qiladi, manfaat hamma narsani qilg'izadi. Undaq bo'lgandan keyin o'zini va o'zining manfaatini va butun oila urug' tuqqanlari, butun millatniki manfaatini qo'g'dash uchun u davlatda har turdagi ilmlarning o'zini turkumlab o'qish orqali u davlatniki, u millatniki ilm bo'shlig'ini tamoman to'ldirish bu o'zi shu millatniki ustidagi farz bo'lib hisoblanadi misol. Uning uchun agar bir millat bir ikki sohaga ahamiyat berib qo'yib, qolgan sohaga ahamiyat bermasa, u qolgan soha tamoman u bo'sh qolib qolganligi uchun dushman kirdigan uch ishga aylandi. Shuning bilan u yerdan biz mag'lubiyatga uchraymiz degan gap. Masalan, bizda diniy ilmlarga ko'p ahamiyat beriklik shu o'z zamonlarida fanniy bilimlarga ahamiyat bermaslik. Misal bu Yevropaning o'zida tarixini o'qisak 1600-yillari shundaq taraqqiy qilib 1700-yillari shu Yaponiyadan Angliyaga kelib 10,000 o'quvchi kelib o'qib, undan keyin Yaponiyada u bosh poyezd yo'llarini yasab, poyezd selib shu vaqtda. Shu qilganlarning hammasi shu vaqtdagi taraqqiyot. Ammo bizning shu vaqt davlatimiz bormadi degan vaqtda Saudiya xonligi bordi. Saudiya xonligi shu vaqtda davlatni so'rayotgan vaqti. Shu vaqtning o'zi shu yerdan 1000 odam kelib bundaq bir davlatda o'qigan bo'lsa, bizniki hozirgi vaqtda Xitoyning qo'lida qolib qolishimiz aslo mumkin emas. Bu bir masala. Ikkinchi bir masala, har bir millatda u millatniki kimligini bildiradigan, u millat qanday ma'nosi bo'ladigan, qanday siyosat qilsa bo'ladigan, dushman qanday muomala qilsa bo'ladigan sohada bir o'zi kitob davomli yozilib kelgan. Misol Xitoyniki So'zning ta'limotlari degan bir kitoblarini davomli o'zi butun Xitoyni o'qib chiqarmish ashuni o'zini.
Bizde desa bizde yo'qmi o kitoblar? Misol Yusuf Hasajibniki Xutat G'ublik degan kitobni u bosh o'qib chiqsa, davlatni qanday so'rash, qanday axloqli bo'lish, podshoh qanday axloqli bo'lish lozim, qanday hamma narsa tushunib turdi misol. Uyg'urlar shu arablarniki hikoyalarning o'zini, shu rivoyatlarni o'qigandan o'rniga shu Yusuf Hasajibniki, Mahmud Qashqarniki, Al-Farabiyning kitoblarini o'qigan bo'lsa, bu kun asla qolmaydi. Misol özümüzdeki şundaq altındaq kitaplar turğulğun Arapniki hikayelerinin özüne, rivayetlerinin özüne din qilib elib, aşını o'qish orqali bizniki ko'rgan kunimiz bu. Yani özümüzün milliy kimligini bilmaydigan, milletimiz uchun kurash qilishni bilmaydigan, dushmanimizni bilmaydigan, özümüzün mijoz xulqini qanday qilishni bilmaydigan, qanday muomala qilishni bilmaydigan bütün hamma narsani unutib ketdik odatda. Shuning uchun bu yerlik narsani degan vaqtda biz davomli deyapmiz. Biz Araplardan chiqqan Abu Bakr Umarning o'zini izlamay, o'zimizning ichida Abu Bakr Umarlarni yetishtirishimiz lozim. Araplarning ichidan chiqqan Xolid ibn Validni izlamay, biz o'zimizning ichida Xolid ibn Validga o'xshash qo'mondonlarning o'zini, siyosatchilarning o'zini yetishtirishimiz lozim. Nimishki biz boshqa millatniki bir o'zi bundan 1000 yil burun, yani 1400 yil burun o'lib ketgan insonlardan faxrlanib, ularning oqisini kechdi. Aşılarının özünü bazağı silip yürümüz bu yerde. Tarihte ötken nurgun kahramanlarımız, nurgun alimlerimiz, şunda nurgun bilim egelleri olan insanlarımız var bizdeki. Mesela El-Farabi dep yazıp bütün dünyadaki insanı tunuydu hazır vaxtında. İbn Sina dese Ahmed'em tunuydu. Xutat G'ublik, Türktillah divanı dese bütün Türkiye milletler hemiz tunuydu. Muşunca olan katta alimlerimiz çıkıklık, bu alimlarning qadrini qilish ayrı qilib qolsin, shu alimlar o'z vaqtida yetim qoldirilish ashundaqa o'xshash o'z nurg'ulg'an haqoratga uchrab, ashuna bilan o'zi dunyodan o'tgan. Masalan, Mahmud Qashqarim Qashqarda turolmay, oxirida shu 60 kilometr 50-60 kilometr kelgan aşağıya verib, aşağıda hayotini o'tkazib, tugab ketgan. Al-Farabining bu kafir oxish ko'chida yurib, aşağıda ashunda o'z jafolan tatib, oxirida nurg'un asarni qoldirib, o'lib ketdik. Bizde kim olsa, onun özünü murtat, murciye, kafir, nahmanda dev oturup şuna lakabını koyup, millet onu yaman köstüş arkalık, milletini jirahlaştırıp, millet onun payda aldığını onuğa, payda alanmay, andaki millet aşınıları veyran olup kettik. Biz öz tarihimizni, yani tarihimizde ötken nurgun öz padişahlarımız var, nurgun devletlerimiz var, yani nurgun kahramanlarımız var, nurgun alimlerimiz var, nurgun özü icat kılıngan medeniyetlerimiz var bizniki. Nayet mol medeniyetlerimiz var. Bunun özüne ögünüşümüz ve evlatlarımızı ögütüşümüz nayet muhim. Şu vaxtda biz özümüzün devletini ve özümüzün devletine kandak tüzümlerini koyduğalığımızı biz moşnondan özü bilip alsak boldu. Yani Kur'an-ı Kerim'e asaslanılan vaxtda biz devletimizge tüzüm bir tüzümün özünü tallaydığa iş gelse Kur'an-ı Kerim ne asas qilgan aş tüzümni tanlagan vaqtimizda dunyodagi hech qanday bir tüzümlik aqit qolmaydigan, eng ilg'or, eng yaxshi bir tüzümni tanlay olgan bo'lamiz. Bütün inson haqlariga hurmat qiladigan, bütün ilmga ahamiyat beradigan, axloqqa ahamiyat beradigan misoli. O'sha o'zi ish qilib inson kerak bo'lgan har qanday narsaga ahamiyat beradigan, berishga bo'ladigan va uni insoniyatning ziyniga işiltişten tamamen tosuzgan bir özü tüzümünü biz Kur'an asasını tutup bunu çıkara alayımız. Mesela. Şunun için Kur'an-ı Kerim oturup koygan prensipler asaslanılan vaxtida şu prensip asasında eğer biz tüzümünün özünü tüzüydüğün bolsak o vaxtida nayet ilgar bir tüzümünü oturup çıkara alayımız. Çünkü demiş ki diye vaxtida Kur'an-ı Kerim'deki bu prensipler nayet ilgar hem de. Şunun için biz Kur'an-ı Kerim radikallıqni, xurafiylikni hiçbir zaman söylemeydiğen, onun karşı durduğun bir kitap, yenilikqa intildirdiğen, misal bütün peygamberlerin tarixini okusak, öz zamanındaki islahatçı. Her peygamber öz zamanındaki bir kahraman, bir köreşçi, bir islahatçı, bir bilim egisi olan insanlar. Şu vaxtdaki. Şunun için biz eğer o peygamberlerniki yolunu tutmağımız deyilgan bolsak, peygamberlerin tutkan yolu neymi ki degende, peygamberin tutkan yolları
Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'lken, biz aş Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'lda mangan vaqtida, o vaqtda payg'ambarlar mangan yo'lda mangan bo'lamiz. Sunnat deyish kelsa, men mushuning o'zini sunnat desak bo'ldi. Payg'ambar qilganmish, etganmish degan hikoyalarga o'zi ergashish aslo payg'ambarga ergashganlik hisoblanmaydi. Payg'ambarlar o'z zamonida shunday ilg'or bir insonlar bo'lgan Qur'onniki bayon qilishcha, endi bizgacha degan vaqtda biz zamonimizda eng ilg'or inson bo'la olsak, u vaqtda payg'ambarlarning yo'lini tutgan bo'lamiz. Payg'ambarning soqolini qo'yib olish bilan, payg'ambarning hosini tayinib olish bilan aslo o'zi biz ilg'or musulmon bo'la olmaymiz. Yani bu tüzüm insanlar için nihayet muhim bir narsa. Eğer tüzüm doğru olmasa o insanlar hata yoldan çıkamaydı. Asla özünü kutlanmaydı. Bunun için kalladaki bu radikal, hurapi bundak bir narsanın özünü çıkarıp dünya en doğru keladigan, dünyanın en aldığı manalaydigan Kur'an-ı Kerim oturup koygan bundak tüzümlerini biz düşüngen vaktimizde özümüz kandak bir güzel bir dinge itikat kılıp atkanlığımızı ve onundaki tüzümlerin kandak texinbek yaxşı paydını alaydiganlığımızı his kıla alaymiz. Gelecekte bu sahada milletimizge, vatanimizge muş tüzüm sahasida çoğun işiklerini aça alaymiz dep oylayım ben. Hoş. Allah razı olsun. Evet, yaxşı toxtalıb bədilər. Allah hem de tüzüm bek mühim bir narsa hem de qaysı bir millet qattiq intizamchan bo'lsa, qattiq tüzümge tüzümge bo'ysundigan ve onu tekşürüp her zaman tüzümge emel kıldımı yok mu? Onu xulası çıkarıp mında kılılgan milletler hem de en aldın katan menfaat. Mesela Yapın deyimiz, Girman, Nimisler deyimiz, şunun okşaş yine başka nurgun milletle bağımdı. Endi biz elki tüzümni dedik. Kur'an'a asasen Allah insanlarga özünün tüzümlerini Kur'an'a xilap olmagan holatda biz tanlap en yaxşısı qaysı şu çağda biz onu ortaga qo'ya olamiz dedik. Bazı qarindoshlarimiz bazı siyasi İslami siyasi teşkilatlar var yoki mesela ideoloji fikirler var anladın. Ularda mesela demokratik tüzüm haram deplam tamıl beşetilgen düşü. Bununla nispeten sizler kanda qaraylar. Yani Kur'an'ı O adam demokratik tüzüm deganning nima ekanligini bilmaganligini deyotgan narsa. Mana biz demokratik davlatda yashayapmiz. Buniki hech qanday o'zi boy deganga o'xshash tamam uniki hamma tüzümleri demokratik sohasidagi butun tüzümlerning o'zi hammasi 100% to'g'ri deyish biz aslo to'g'ri kelmaydi. Chunki nurg'unlagan bizniki bu Qur'onniki bu prinsiplarga uyg'un kelmaydigan yerlari bor. Ammo asasen nurg'un o'z tüzümdeki asaslık prensipleri Kur'an-ı Kerim to'g'ri keldigan tarafi jiq. Misal. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida o bizlarga bir davlatda yashab o'tib lekin u davlatning butun tüzümlerini to'g'ri deyish bizga to'g'ri kelmaydi. Qur'oni Karimga 100% to'g'ri kelmagan yerlarning o'zini to'g'ri demaymiz odatda. Ammo uni qabul qil deb bizga u davlatni majburlamaydi odatda. Muşunun hemmisini sen kabul kılışın gerek. Muşunun neyin boz şunu kılışın gerek. Deydiğen bundak bir nesli yok. Asasen ictimai tüzümler var. Birisine hakaret kılmaslık, birisine birisine zulüm kılmaslık, birisine inavun dökmeslik okşaş, birisine bir nesli ele olmaslık okşaş muyundak tüzümler var. Muşundak tüzümlerge biz ray kısak, mesela devletke işlesek baş devlet okşaş muyundak özü devletlik siyasi ve iktisadi tüzümlerge hukuk tüzümlerine biz boysunsak devlet bizge hech qanday bir narsa demaydi. Ammo odatda jinsiy sohasidagi bir xil tüzümler var, ba'zi bir uning o'zini Qur'on o'zi qilishdan to'sqiliq qilgan odamlarni mayndaq qilsin deb uning jazosini bekitib qo'yuqliq. Uning uchun bizmi uning o'zini to'g'ri deb qaramaymiz. Qur'on to'g'ri demagan narsani biz to'g'ri demaymiz odatda. Shuning uchun bu yer nima degan vaqtda demokratik davlatda demokratik tüzümning hammasi xato deganning o'zimi bu fakat tüzümde haberi yok adamın diyen gibi.
Bir narsa 100% xato bo'lgan, 100% to'g'ri bo'lgan bir narsa mavjud emas, Qur'ondan boshqa. Hmm. İnibisiga Allah subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de çokum demokratik tüzüm, ya sosyalist tüzüm, komünistik tüzüm, ya ki kapitalist tüzüm kullanıla degen bir narsani iniq demeglik. Yani He. çokummuş tüzüm bölüşüp bulangla depçe. Hmm. Ama lekin umumi kategoriya, umumi dairini sizip bergilik. Yani He. kullarını azat kılış, üzerlerinin tapkan şu baylıkları da üzerine işlep tapsanlama. Bunun da yetim misirlarındaki hakkı var. He. Zakat, şundan mı ya? He. Bunların hemmisi Allah'ınki orta koyup bergen insanların arasında sınıfi ayrımcılık kılıp birbirini ezmez için onun aldığını alış için devatkan narsa düşün. Elbette. Çünkü o Kur'an'ı Allah düşügen ama insanı Allah yaratkan Hmm. tabiatını mı şu yaratkan bu başka bu Kur'an bilen o tüzümlerinki nimisi Qarım qarşılık olmaydı. ilgisen mesela Allah değil mi düşün? He. Abdülhaki bazı insanlar insan tüzep çıkan derse oğandakin o çok mu haram? Aşağı Allah şer'i tüzüm ya ki İslami tüzüm dep meda binas kıgan kıpagen dep Hristiyanların ya ki Yahudilerin ki kallasıdaki dini devlet nimisi Hmm. var mı esma? He. Aşı uçu bir göz karışla peyda vallahi da hem de. Şu haklı Doğru. kallası ilişkili. Şu Qur'ondagi tuzumga qo'ygan prinsiplar nihoyat keng doirani o'z ichiga oladi, chunki boy deganga o'xshash iqtisodda hech qandaq sinf yoki bo'lmaydi millat ormasin davlat fuqarolariniki har qandag'idan u boj to'lash iqtidoriga ega bo'lgan har qandaq inson qaysi din, qaysi mazhab, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar uni topgan tafovuti qarta boj olish ve yardım kıldığı vaxtımı hiç qandaq din yoki millat ormasdan onun ehtiyoji qarta yardım qilish. Bu Qur'on buni o'zi bo'raydi. Ya'ni ehtiyoj qarta yig'ish va ehtiyoji qarta berish. Bu o'zi Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan prinsip. Mushuni qarta tuzum tuzalsa iqtisod sohasida bu to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Siyosat sohasida davlatning ichida butun fuqarolarga adolat ostida barobar muomala qilish. Bu nihoyat o'zi güzel bir prensip misal. Bu prensip aslında özü tüzümlerinin özünü devlet özünün tüzümünü tüzeşinin özünü Allah Teala ruhsat kılıqlık. Yani aşı prensip aslında özü tüzse hem insanın beraber muamele kılış, adalet aslında hemisi okşaş muamele kılış diyen aşını asas kılıp durup o tüzümünü tüzgen bolsa o vaxtda demek ki o Kur'an kızıt olmaydı diyen gep. Yani Kur'an'a doğru keldiğin tüzümler diyen gep. Meyli o Kur'an'a yani dinge itikat kıldıgan, İslam'a itikat kıldıgan insanlar olsun ya itikat kılmaydigan insanlar olsun, o Kur'an doğru kelgendikilla o devletniki özü tüzüm sahasidagi işi hal bo'lgan bo'ldi. O devlet şunu taraqqib ketavergan bo'ldi. Nima uchun degan vaqtda ichki masalani hal qilgan bo'ldi. Bütün öz devlet ichida yashaydigan bütün millat va har xil dindik insonlarniki bütün masalasini o'zi hal qilgan bo'ldi devlet. Şu vaqtda o devletning ichida hech bir millat yana bir millatga hujum qilmaydigan, devlet qarshi chiqmaydigan, chunki devlet uni adil nima qilayotgan ekan. Bundaq o'zi bir nima bo'lgan ekan, devletning ichida parakanchilik olmaydi degan gap. Hem siyasetde nima siyosatdagi ichki siyosatni biz nurg'un qatim dedik, hozirgi nima tashqi siyosat jo'dayapti. Tashqi siyosatda asla Qur'oni Karim o'zi bilan bir dindagi insonlar bilan munosabat qilish lozim. Yoki o'zi bilan bir nima millatdosh insonlar bilan munosabat qilish lozim degan bir narsa asla mavjud emas. Tashqi siyosatda devletning manfaati, oliy manfaati asos qilindi. Shu manfaat asosida o'zi muomala qilish lozim, ammo boshqa millatni setish sharti bilan emas. Masalan, ba'zi davlatlar bir millatni setish sharti bilan o yana bir millat bilan, yana bir davlat bilan yaxshi bo'lgan bundaq ishlar bor. Bu o'zi Qur'oni Karimga nihoyat qattiq zid keladi. Ammo satmaslik sharti bilan o'zi tashqi siyosatda o davlatning oliy manfaatini asos qilgan holatda ish yapmasa o siyasetçi doğru siyaset yapmagan bo'ladi. Faqat men musulmon bilan qilishim lozim. Boshqa millatlar bilan, boshqa dindiklar bilan qilmasligim lozim. Yoki men Turkiy millatdan, onun uchun men Turkiy davlatlar bilan muomala qilishim lozim.
boshqa millatlar bilan, boshqa davlatlar bilan muomala qilsam bo'lmaydi deydigan mundaq o'zi tor doiraga kirib olsa, u odam aslo siyosatchi bo'lib hisoblanmaydi. U aslo davlatni, millatni qutqiza olmaydi unday odamni. Shuning uchun bu yerda tashqi siyosatning o'zida, masalan biz Sharqiy Turkistonni misol olgan vaqtida ichki siyosatda Sharqiy Turkistondagi yerlik millatning hammasi haq-huquqi barobar, adolat ostida barobar degan o'zi prinsip ostida qonun tuzishimiz lozim. Shu vaqtda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, shu tojik deymiz, misol, hatto Mo'ng'oldan tortib bor. Yerlashib ketgan uzundan birisini qilgan. Xitoydan boshqa manda yig'ib aytgan vaqtida. Aş milletinin hemmesi şu yerlik millet olup hesaplandı. O milletler hemmesi ortak bir gavda olup Şarkı Türkistan'dan ibaret bu devleti kutuzuşka her biriniki özü küreş kılış mecburi bo'lgan bo'ldi. Çünkü o yerde her bir adamın hakkı var. Onun için o hakkını qoğdaş için o yerde onu küreş kılış lazım. O vaqtda qanday qilamiz degan vaqtda devletin kanunu bütün insanlarga o'xshash muomala qilish. Adalet aslında o'xshash muomala qilish. Mana bu o'zi davlatniki ichki qonundagi asosiy prinsip bo'lib hisoblanadi. Tashqi sahat kelgan vaqtda paloniki butga e'tiqod qildiki, buddistga, musulmonga, xristianga demay, u yerda o'zi u davlatning qanchalik foyda ola oladi. Bu foyda ziyonning o'zini nima qilib turib, o'zi hisoblab turib, uni muomala qilish u Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l. Uning uchun Payg'ambar alayhisalom Hudaybiya sulhini tuzgan vaqtidami odatda sahobalar shu vaqtda xuddi musulmonlarni ziyniga tuzgandek his qilib, nurg'unlar qaynab ketgan, qaqshab ketgan yerlar bo'lgan. Ammo Payg'ambar alayhisalom bu yerda ishning oqibatini tushunganligi uchun shu Madinadan iborat o davlatniki oliy manfaatni birinchi o'rinda qo'yib, Makkaliklar bilan shunday kelishim tuzgan. Hatto Makkadan shu vaqtda putquliq ishkal selingan, kishan selingan shunday insonlar kelib, bizni qutqizib ol degan vaqtdami davlatning oliy manfaatini birinchi o'rinda qo'yib, yo'q biz sizni qilamaymiz, ma kelishim tuzilib bo'ldi deb o'tirib, ularni o'zi qabul qilmagan. Nima uchun degan vaqtda kelishim tuzalgan ikki millatning o'rtasida yoki ikki davlatning o'rtasida halqi qochib chiqqanlarni qabul qilsang bo'lmaydi degan shartnoma bo'lsa, uni qabul qilishga bo'lmaydigan gap. Bu halqi kelishimni buzgan bo'ldi-da vaqtida. Shuning uchun biz hozirgi vaqtda nurg'un yerni biz xafa bo'lamiz, andaq qilyapti, mandaq qilyapti deb. Davlatning ichida kelishimni bilmaymiz biz. Bilmagandan keyin o vaqtda biz uning qaqshaydigan gap. Kelishimni bilgan vaqtda u davlat tumaymiz, boshqa davlatga ketamiz misol. Biz qo'y bir odam yoki bir ming Uyg'urni deb o davlat o'zining oliy manfaatini bu yerga tashlab qo'ymaydi. O davlat necha million odamni beqish kerak. Uning uchun o million odamning oldida bir ming odamni e'tibor qilmaydi odatda. Shuning bilan o'zi u yerda bizni qaqshaydigan ish chiqadi. Shuning uchun davlatning siyosati davomli o'z yaqindan munosabat o'rnatib turish, uni bilib turish bu bizga nihoyat cho'ng foydali bir ish. Xo'sh. Allah razı olsun. Bayatın aşı bir yerde ilim o'qish, ilim penge, ma'rifga ko'proq e'tibor berishda başı ikkinchi nuqtada bek ta'kidladi. Buşunu güçlendirdiğen, kollaydigan bir gapni men bir yerda o'qidim. Şu Germaniyada deydi hem de onda. 300 yılning yankısı deydi. Bir tal yeni bir çirkav selinip bakmı yok. Dep, işte ne deptem de onun dışı. Hem de ola onu çirkav selişka sarf qildigan pulni nimaga sarf qiladi desa, o'qishga, tadqiqotga, nashriyotga, shundami ya? Davlatning mudofaasiga bu jihatlarda texnika rivojlantiradigan narsalarga sarf qiladi. Masalan, Mehmetba Shpigratni tunji bo'lib shu German odam o'rtaga chiqadi, ro'yobga chiqadi deydi. Ammo lekin tarixga yaxshi qaraydigan bo'lsa, Xitoylarning emas, Uyg'urlarningki Mehmetbani ijod qilganlikka to'g'riliq ma'lumotlar bor, shu. Albatta. Ammo lekin Germanlar buni ko'rib, o'zi qabul qilib, undan keyin buni taraqqiy qildiganda, shuning bilan dunyoga Germanlarning nomi o'rtaga chiqdi-da, buni shular qilganda.
Hozir ma Yevropada, Kanadadan bu işler belki Amerikadan bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir bu g'arb davlatlarida chirkov selish emas, ba chirkovning o'zini musulmonlarga pulga setish boshlandi. Ma Angliyadan bir chirkovning o'zini bir Uyg'ur bir puldar bir qarindishimiz vardı shu oldi. Uyg'urlar uchun olgan bo'ldi. Hozir Kanadada mana bir chirkovni setib olib, jami qilib oldi. Hozir bular chirkov selish emas. Chirkov yo'qib ketsin hech qanday o'zi g'am qilmaydi bular. Nima uchun degan vaqtda bir davlatda qancha jiq ibodatxona selinsa, u davlat shu darajada xurofiylik va bo'lgunchilikka duch keladi. Shuning uchun bu yer nima degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom va boshqa payg'ambarlar misol Yusuf alayhissalom Misrda bosh vazir bo'lgan odam Qur'ondagi oyatga asoslangan vaqtida Davud alayhissalom davlat qurgan odam, Sulaymon alayhissalom davlatni kengaytirib, boshqa yerni besib olib, shundaq bir xil cho'ng davlatga ega bo'lgan odamlar. Payg'ambar alayhissalom davlat qurgan odam. Payg'ambar alayhissalom shu Madinaga kelib sog'an masjidni qancha masjid sog'an? Bir tal. Masjid Nabaviy degan bir tal masjid va ash masjidga biroz bir qancha kilometr keldigan yer bir masjid selingan vaqtida Payg'ambar alayhissalom beminch odamni olib urib cheqib vayron qilayotgan uni Qur'oni Karimda masjid zirar deb qaraydi. Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom zamonasida bir podshoh bo'lgan odamlar. Necha yillab, masalan, ba'zan rivoyatda 40 yilning gapi bor, ba'zan rivoyatda 60-70 yilning gapi bor. Masalan, Talutning zamonasida qurilgan o davlat. Davud alayhissalom 2-podshoh, Sulaymon alayhissalom 3-podshoh, undan keyin zikr qilingan, balki undan keyin biroz davom qilgan bo'lishi mumkin. Shu podshohning zamonasida qurilgan davlat selingan masjid qancha degan vaqtda bir tal. Boshqa hech qanday yer masjid solgan emas. Payg'ambar alayhissalom zamonasida Madinadagi masjidning sirtida degan vaqt masalan Abu Zar al-Ghifari degan odamning o'zi u Madinaga yiroq bir yerdagi bir o'zi yerdan kelgan odam. Ghifar qabilasi hali yiroq bir yerda turdi ekan. O'shadagi bir odam ash iymon keltirgan. Payg'ambar alayhissalom shu odamga masalan o'shada iymon keltirgan boshqa musulmonlar birlashib bir tal uyni masjid qilinglar degan to'g'riliq hech qanday ta'limot bermagan. Nima uchun degan vaqtda u namoz deganda uyda o'qisa bo'laverdi. Bir masjid kelib bir imomga iqtido qilish hech qanday hojat yo'q. Imomdan hojat yo'q. Hozirgi vaqtda tamoman hojat yo'q. Nima uchun degan vaqtda o bolalarimiz to'y qilgan vaqtida to'y xatni hukumatdan olsak nikoh bo'ldi. İmamniki elhamdülillah deb o yerda nikoh qilish hech qanday hojat yo'q. U nikoh qilsa harom bo'lib qolgan ish yo'q bu yerda. Misol. Davlat uni nikoh qildimi, nikoh qog'ozini berdimi? Demak u qonunliq xotun degan gap. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtida bir davlatda qancha masalan hozir ashuni izlab baqsin nimada Google'da qaysi davlatda meshitli qancha ko'p deb men o'tgan ko'rgandim. Eng meshitli davlat Hindiston bu shunday birisiga 300 necha ming meshit bor ekan. Undan qilib qolsa Bangladeshda jiqqa 200 necha ming meshit demdi ya undan 300 necha ming shunday meshit bor ekan. Turkiyada 85 ming meshit bor ekan. Dunyoda ibodatxona qancha ko'p davlat dunyoni shuncha oqitdi hozirgi vaqtda. Nima uchun degan vaqtda sen bir kunda 5 namozni o'zini meshitda o'qiyma desang, yarim kun shu namoz o'qish kunini o'tkazsang bo'ladi. Peshimni o'qiysa, oxirda asr kelayotgan, oxirda shom kelayotgan, oxirda xutbam kelayotgan, u imom uzun so'rilni o'qib, u yerda zikr tasbihni aytib chiqcha yarim kun tugaydi. Bu nima deganlik degan vaqtda yarim kun ishlaysa, yarim kun namoz o'qiysa, shu vaqtda nima bo'ladi? 1 yil qilganini 2 yilda qilsa, 10 yil qilganini 20 yilda qilsa, 100 yilda qilganini 200 yilda qilsa. Boshqa millat yo'q degan vaqtda uni joy-joyida qilib ketavergan degan 100 yildan keyin millat, yana millatning 100 yil oqib qolgan gap. Şoňa Qur'oni Karimda hech bir zaman jamoat bu yerda namoz o'qing degan bir narsa yo'q. Juma namozidan boshqa. Uyda o'qib va 2 rakat namozni o'qib ketaversang bo'ldi. Misol. Bu yerda illaki bir jamoat bo'lib, bu yerda imom iqtido qilish hech qanday nima ehtiyoj yo'q. Meshitga berishga ehtiyoj yo'q odatda.
Peygamber qilmagan. Hozir payg'ambarning sunnati va ma sunnatni anda qilib ketdi, mana qilib ketdi deydi. Sunnatni bir depasini qani. Payg'ambar alayhisalom 10 yil Madinada 10 yil turish jarayonida qancha meshit sepdi? Bir tal meshitdan boshqa u bir tal meshit faqatla davlatni idora qiladigan bir idora markazida u. Boshqa hech qanday narsa emas. Davud alayhisalom, Sulaymon alayhisalom salgan masjid degan vaqtda shu vaqtdagi İsrail avlodlari qurgan davlatni idora qilgan idora markazi. Hozirgi vaqtdagi Oqsaroy degan gap. Ana yoqqa vaqtida. Hozir bir davlatniki 70-80 ming yerga Oqsaroyni sanab olsang, u vaqtda millatni 70-80 ga bo'lib, hozirgi vaqtda masalan Turkiyaning o'zida A jamoat, ma jamoat, ko'k, because o jamoat pul taz yig'ilib ketib, hadini eshitganda davlatga qarshi chiqayotgan FETÖ'chilarga o'xshash, u davlat andagi bemincha ziyolini tortib, ashada vayron bo'lay deb Arantas o'zini nima qo'ygan. Davlatni ichida davlat qurib oladi yani. Yani Allah Teala Kur'an'da belgeligini bunu hozir demidoq shu nimaning o'zida deyish narsa. U bir davlat ichida ming'ilgan meshitlik bo'lish aslo to'g'ri emas. Ming'ilgan, 10 ming'ilgan, 100 ming'ilgan maktab bo'lsin, madaniyat markazlari bo'lsin. U qancha jiq bo'lsa shuncha yaxshi. Va lekin u meshitniki ayrim bir meshit bo'lishi u millatni bo'lginchilik olib borgan gap. Masalan, bir yer meshit soldim, namoz o'qiydigan odam bor bu yerga. Namoz o'qimaydigan odam bormaydi. Demak, shu yer millat ishkiga bo'lindi. Sen bir madaniyat markazi qilgan vaqtingda bu madaniyat markazi namoz o'qiydiganlar bir bo'lindi, namozni o'qiyverdi. Namoz o'qimagan u yerda yana nima qilib, u namoz o'qiydigan, o'qimaydigan hammasi shu yerga to'plashib, u yerda o'zi suhbat o'tkazib, bir qism tushunishmagan masalalarni ashar tushunishadigan gap. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, bu Yevropaning beshidan o'tgan ishlar bo'lganligi uchun tarixda bir o'chim Osmonliga kuch yetmaymish yerda qachon yurishning butun sabablari nima desa, xurofotga cho'kib ketganligi uchun ashningda o'zi kuch yetmay yurgan keyin to'xtabdi bizni bu vayron qilayotgan narsa mushka deb o'tirib mushunda qutulgandan keyin dunyo mahoratga g'arb dunyosi mahoratga kerakli. Demak, biz nima degan vaqtda qanchalik ilm fanga ahamiyat bergan vaqtda biz o'zimizni shunchalik o'z tiz qutuldira olamiz. İbadeti kılaylı. Tamam, Allah Teala belgilegen ibadetini belgilegen şekilde kılaylı. Ama keç gündüz onu ibadetini kılıp, onu özü nefli kılıp, her ayda özü manç gün roz tutma, yok her hafta manç gün roz tutma, yok her gün manç gün nefli namazı okuyma, diş ki hiç kadar hacet yok. Kur'an ne mi? Allah'ın üstündeki namazın rozan hiç kadar ihtiyaç yok. Allah'ın beyti otamak deyip hamkıyal kılması lazım. Şunun için bu yerde ne mi diye vakıda? Bu yerde Allah'ın tunuş şartı bilen biz o'zi ilm fanni yaxshi o'qishimiz, jamiyatimizni taraqqiy qildirishimiz lozim va jamiyatga, ya'ni dunyo insonlarga, insoniyat jamiyatiga biz o'zi bir millat, bir shaxs bo'lish sifatimiz bilan yaxshi bir o'zi netinchini yoki yaxshi bir narsani qoldirishimiz lozim. Yaxshi bir narsa keltirib olishimiz lozim. Bu o'zimizniki dunyoda inson bo'lib yorilganligimizniki bir o'zi Mesela Kur'an-ı Kerim ne deydi dese bu maqaddamu ve asarahum degan ayet var Sure Yasin'imizde. Biz ularning qilgan ishlarining o'zini yozamiz. Ularning qoldirib qo'ygan asarlarini yozamiz deydi Alloh taolo. Allah o yet nima deyapti desa, sen u dunyoda ish qilishing kerak, ham yaxshi asar qoldirib qo'yishing kerak dunyoda. Yeb ichkilik hojatxonaga berib lekin bir poq zavod bo'lib lekin dunyodan o'tmasliging kerak degan gap. Allah kuch quvvatlarga ilmlarni taqsimiyati qo'y. Amaliyotda vazni ig'ir iddialar o'tirib qo'yildi. Tarixda, ya'ni biz mana shu o'tgan ilgirki 73 qismliq darsda nurg'un masalalarda davr bo'lgich xarakterli fikrlar o'tirib qo'yildi. Albatta vazni tushungan, qimmatini bilganlar jiddiy uyg'onishdi bo'ldi. Bugungi programmada favqulodda fikrlar bo'lyapti hozir. Masalan, masjid bir musulmon uchun masjiddan bitta tikinilibasdan qiyomat kuni oxiratda masalan farishtalarning to'yliq bo'ladi degandan iborat. Nima? Bir masjidda masalan, yani
Aşı mescitke alakadar fazilet, savab qatarlıqlarının o kadar köptükiden insanlar mescitni berpa qilishni eng cho'ng xizmatlar qatoridan ko'rdi-da. Bugungi masalaning hozirgi tushuntirishlarida masjidninki hatto bir jamoatning bo'linib ketish xavfi bo'lish tufaylidan masjid emas, u balkim bir shu yerdagi to'plum insonlarning o'rtaq manfaatiga uyg'un keladigan bir madaniyat markazi, ya'ni bir to'plum markazi bo'lansa, hammalarni bir arada tutadigan, masalalarni hal qila oladigan mundaq bir organ bo'lsa degan narsa masjidmi ulug' yaxshi xizmat bera oladigan yerga aylanganligini ilgari surildi. Aslida bu yerda gunoh yana masjid bo'lmasligi mumkin deb qarayman mening tushunishimda. Chunki Payg'ambar alayhisalom qurgan, Madinada qurgani faqat bir masjid deb o'tib ketdilar. Endi masjidda shu Madinada barpo qilingan tuzumga aloqador butun masalalar shu yerda hal qilingan. Ya'ni demakchi masjidlar bugungiga o'xshash faqat namoz o'qiydigan butxonaga o'xshab qolgan yer bo'lib qolmaganligi tufaylidan bütün ehtiyojlarni qamdayoladigan bir organ bo'lganligi sababi tufaylidan birisi kifoya qiladi deyilgan va asli qurilish maqsad g'oyasi masjid atilgan, balki bizning islom tariximiz deb o'qiyotgan narsalardan masjid deb atalganligi uchun shunday kelgandir. Balki shu davrlarda birga yashagan Madina ahllarining ichidagi g'ayri dindagilarning kitoblarida u yana boshqa nom bilan atalgan bo'lishi mumkin, boshqa organ nomi bilan. Ben o taraftan ben bilmeyim. Bildiğinler yazıp koysa bo'ldi, tamam emas. Lekin bu yerda muhim narsa nima desa, aşağıda qurilgan narsaning ibodatni markaz qilmasdan, balki mavjud masalalarni birlikda hal qiladigan jamoat so'rini bo'lganligi. Albatta. Aslida aytgandek, xuddi shu bir to'plum markazi bo'layotganligini ilgari suradiganligi aqllarga hozir ishorat bo'layotdi. Demek bugungi mavjud masjidlarning asli funksiyasi o'rtadan qolib qolganligi tufaylidan ziddiyatlik bir narsaga aylanib qolgan ekanda bu. To'g'ri. Misol, hozir agar bu tarafini deyilmasa, madem masjid qarshi chiqdi Xitoylar bisabdi degan shaklda tavba qilishdan yanmaydi hozirgi insonlar. Lekin gunoh masjid emas, masjid degan kalimada emas, ammo masjid degan kalimaning ichini to'shqazgan mazmunda qabul qilyapti-da. Shuning masalasi hozir endi. Agar u chog'da bir to'plum markazi bo'lgan bo'lsa, albatta, masalan, jami, juma masjidi desa, o zaman mahalliy masjidlarda hal bo'lgan masalalarni va ko'rib kelib bo'lgan. Bu chog'da bu nimaga aylandi bu desa, bir zamondagilarning qavmlar oqsoqollar yig'ilgan bir yerga o'xshasa, bugungi zamondan xuddi parlament, shunami ya, masjid, hukumat binosi qatorliq yerlarning rolini o'ynaydiganligini hozir masalan paymetyapmiz endi. Bu nimada, masalan, Qur'onda Masjidul Haram deydi. Misol, masjid degan kelimaning o'zini tarjima qilsa chiqadi. Sajda degan kelima bo'ysunish degan ma'noni bildiradi. Itoat qilish, bo'ysunish degan ma'noni bildiradi. Masjid deganda ismi makon. Biz o'zi sarf o'qigan vaqt ismi zamon, ismi makon deymiz. Ismi makon. Bu nimani bildiradi desa, bo'ysuniladigan, itoat qilinadigan markaz, ya'ni itoat markazi degan gap. Bu hozirgi zamonda nima, masalan, Davud alayhisalom shu masjid sog'izmoqchi bo'lib, undan keyin o'zi vafot bo'ldi, oxirida Sulaymon alayhisalom sog'izdi. Sulaymon alayhisalom bir podshoh. Shu davlatning ichida minglagan yerga masjid soldirish nimasi bor, shu vaqtda kuchi bor. Masjid soldirdik kuchi bor. Shunchalik o'zi cho'ng, o'zi bir alqi, masalan, Qur'onda uning tasvirlari bor. Mandaq narsa yasaydi, andaq qildi degan o'zi nurg'ulg'an Sulaymon alayhisalom zamonasidagi voqealarni bayon qildi. Shu yerda Sulaymon alayhisalom ashlik kuchga ega bo'lib turganligin, u davlatning bulung pushqoqlarining hammasiga masjid solasiga bundaq nima savob bo'ladi deb o'tirib, undaq masjid solg'izgan emas. U yerda masjid degan narsaniki, kelimaniki ma'nosini yaxshi tushungan odamlar bular. U nima degan vaqtda shu atrofdagi ya shu davlatning ichidagi insonlarning hammasiniki itoat qiladigan markazi degan gap bu. Buni da siz hozir nimani farqlantiryapsizlar?
Hökümet Devletniki devlet Aksaray aparatı degenge bunda Amerikadaki Aksaray misal Amerika devlet aparatı vaqtida kılamak şeyken şu. he, aşındaq degan gap. Hiç bir zaman bir peygamberin zamanısında 5-10 yegi meclis sağan iş nersi yok. Hatta Ebu Bekir Umar'ın zamanısında mı aşı Mescid Nebi var, onun da başka meclis sağan iş nersi yok. Ama Yok. aşıda aya görüp namaz okuyan, maya görüp namaz okuyan mesela Hazreti Umar'ın özü aşı Kudüs'ün özüne ağa vaxtida aşağıda cemaat bilen bir yerinin özünü bir sasqının özünü tüzlep aşağıda namaz okuyan ki. Keyin Evet. aşağıya Hazreti Umar ölüp ketgandan keyin 70-80 yildan keyin Umayya sulalısının zamanısında aşağıya özü Umar'ın Hazreti Umar cami istep aşağıya cami saldı. Umar sağan cami emas o. Ya, demek aşının okşaş nesler dünyada cık misal. Şuna ılkı o zamandaki sahabalarını mesela şu Umayya sulalısı hakimiyetine kol algandan keyin bu şu Suriye'nin merkez kavakında aşı Suriye'deki bir yerinin özünü Demeşk'e yakın bir yerinin özünü merkez kallığı ve hatta ki şu Beytül Mukaddes'imiz hazır vaxtda aşağının merkez kılıp keyinki vaxtda aşağının özünü mesela Subhanallah Esra degan ayetni aşını işitip durup milletke aşın tavap qo'zg'anligi haqida rivoyatlar var. Bu nimani bildirib desa, her bir davlatniki siyosiy markazni u davlat fuqarolari shu yerni ziyorat qilish deganni a'lo bilgan. Shuning uchun bular nima qildi desa, davlatniki siyosiy markazni sen mushani nima qilsan, bizni fuqaro mushada nima qilgandan keyin sen bu yerni ziyorat qilishing kerak deydi. Keyin Abbosiylar sulolasi hokimiyatni tortib olgandan keyin Makkani nima qildi? Undan keyin Baytul Haram deb Oshaning o'zini ziyorat qilgan qildi. Misol. Uni Umayya sulolasiga bo'ysunganlar burun tortib ziyorat qilib kelayotgan. Ammo keyin qartashni akilib qayta o'zi Abdullah ibn Zubayr Kabini sog'gandan keyin u yerda qayta u yerni ziyorat qilish boshlangan. Bu cami to'g'riliq, mesh to'g'riliq to'xtatilgan bo'lsa, hozirgi vaqt insonlar texmbek o'zi bir holga tushib qoladi. Ammo bu tarixni o'qisa, bütün peygamberlerning Musa alayhissalomniki nimada Misrda sog'an masjidi, Sulaymon alayhissalomniki bu Baytul Muqaddas sog'izgan masjidi, payg'ambar alayhissalom Madinada sog'an masjidi, bu hech bir zaman bu peygamberler ishdan silishga kuch yetmaganmidi? Kuch yetgan. O siyosiy markaz bo'lganligi uchun uni bilganligi uchun payg'ambar alayhissalomniki masjidning yeniga ayda bir 1-2 kilometr yerga bir masjidni sevaga vaqtida Mescid Zirar deb Qur'oni Karim maxsus o to'g'riliq oyat bor. Mescid Zirar degan o'zi bu zararlik masjid degan o'zi nom ataq bilan uni o'zini tubtiz qilyotdi. Demak, o siyosiy markaz ishga bo'ldi degan gap. Hozircha desa, hozir masalan Turkiyada Türkiye hükümeti bir tal siyasi merkez. Onun asısçı her bir cemaat bir siyasi merkez oturdu. Her bir cemaatin beşi bir siyasi merkez oturdu. Vakti gelse aşılar öz oturuş hurriyet kısa, devletin hal hasırtı da aydı. Yani öktüçülerinin tayanç küçük aylanıp kaladı yani. Şunun için bu yerde neyse ne dese, insanlarda bölgünçülük olması için bir merkezge itaat kılan vaxtıda o insanlar hiç kadar bölgünçülük olmaydı, o devlet mi hem fuqaroga o'xshash muomala qilish usuliyle muomala qiladi. Bunda qo'ygandan keyin uni hech qanday nima bo'lmaydi. Shuning uchun nima namoz o'qishda o jamiga berib namoz o'qish savob bo'ldi degan faqat Umayya sulolasining zamonasida xalqning o'zi biz Madinaga berishimiz kerak yoki u yerda mandaq odil podsho va ko'k deb eli tarafdorlik insonlardan u yerda bo'lgandan keyin ani tusha kelgandan keyin Umayya sulolasining podsholari ularni bo'sh qo'ymaslik uchun 5 namozini shu texim uzatib 2 rakat o'qigan 10 rakat nafl namoz o'qib balki bizda bor shu hozir 10-oyda Aşağı. 10-oyda xalq ishdan ham bo'shgan vaqtda hashog'i tutib oladi. Xuddi shuni hashog'i tutib oladi ularning o'zini. Demak bu musulmonlarni vayron qilayotgan narsaning birisi mush shu. Nafl ibodatlar. O nafli ibadatni o'rniga sen mesela keç gündüz bilim bilan shug'ullangan odam o'zini va boshqa insonlarni qutqizdi. Keç gündüz ibodat bilan shug'ullangan odam o'zini emas, hech narsa qutqizamaydi. Shuning uchun Alloh taolo u bizga belgilab bergan narsani otsanda. Mancha rakat namoz o'qiysa, mancha vaqt namoz o'qiysa, mancha ro'zasi, manchalik o'zi haj qilsa bo'ldi. Bu qadar yani.
Sen onu keç gündüzlep öz okup bersen, Xudanı beytip atılgan bunda bir narsa yok. Zaten Kur'an deyiklik. Sizlerdeki özü kığa kurbanlığındaki güçü kını bana yetmeydi. Sizlerin tekvalığını yetil bana deyikti Allah Teala Kur'an'da. Hmm. Demek doğru iş kıkallık. Doğru iş kılsan onunki doğruluğu bana özü meniki nezirimde ben hesap kaldığan nerse doğru iş kılış diyen gep aydı. Sen doğru iş kılışın gerek deydi. Hmm. Hmm. İş kılış o yeriki nerse. Geç gündüz dök ya üstü vergan bunda bir iş yok. Bayatınki nimede bütün men hareket namaz okupma bir insanın bir açlığına jayaga ekelenmese diyen bir sözlerime misalan bugünkü devirde altın bilen yazılgan söz. Buna Xitay misalan Xitay mescitlerinin rolunu bizden yaxşı düşengeligi tüpeyliden yıllardan beri koyu dep endi onu kontrol qilishning iqtisodiy chiqimini töveletish maqsadida qisqartirib tutdi-da. Xitoyning ash tashviqot materiallarining orasida ashuna 5 kunda o'qisan 5 namoz sana bermez hech kim vijdonlan degan shaklda gaplar bor. Ya'ni rad qilay desa amaliyot. Ularga shu dinsiz bo'lgandan keyin u bu deplam o'tib ketamiz, lekin reallikqa qarasak haqiqatan butun biz ibodat deb charchayotgan ibodatlarimizning ko'pinchisini qarasak Allohning ehtiyoji yo'q narsalar. Elbette öyle. Onunla biz pervanalab özümüzü urdik emas. Ma etrafımızda, putlarımızdan etrafı çöldürde bizge peşlerimizge eslep göz yaş özü detilen kelgen insanlarını kolumuzun kendinden şiştirdi dikemizde. Doğru. Aslında kıldığa iş mava, ehemmiyet veriğa iş mava deyişine hazır kadar öğrenmek yaptık. Bugünkü ma temada tüzümler meselesinde toxtaldık. Tüzümlerininki her xil isimlerden bugünkü devirde hakimiyetlerini yürgüzdüğün vasıtalar kolunu kilatkan tüzümler hakkında toxtalıp ötep kettiler. Bazılarına dinine xilap kelmeydiganlıkni Kur'an'a uygun ekanliklerini dep ötep kettiler. Endi bu arkalık yana pişne kıldıgan kıyırlaşlarımızga bulap birdigan ahvallarmı yok emas. Texmi belki inçikulab ketiş üçün ba'zan narsalarga izoh berish to'g'ri keladi deb o'ylardim. Keyin to'liqlam bo'ladi. Ya'ni hech qanday bir tuzum 100 tushmaydi. Chunki xatoliklari, kamchilikları bo'ladi. Ammo insonning haq huquqiga aloqador boshqalarning haqlarini yemaslik, bo'zak etmaslik, naqshlik qilmaslik qatorliq masalalarda buni to'plam ikki kalimaga yig'dik. Davlat ichida adolat, sirtida manfaat tuzilib ishlatish deb. Ya'ni mushu masalada Qur'onga tushadiganligi aniq bo'ladi. Misol aqllar imzo atadigan bir jumla bo'ldi. Endi mavjud tuzumlardan haqiqatan ma davlatlarning Yevropalı, Amerika'nın ya Angliyaning turli jihatlarda farq qilsa-mu, ammo shu davlat tabiatidagi fuqarolik haqida asosan ko'pinchisi rioya qilgan ekan. Biz da'vatgan shu musulmon davlatlarning, musulmonlar allarining, sharq allarininki ko'pinchisi qaraydigan bo'lsak, butun xafaliklarni tuzumlarning yuchuqlaridan foydalanib turib hal qilgan ekan u zulm qilgan zolimlar. Mağlup olsa aşağı tam makakada adamın kinişkisiz kaktımay. İşte mesuliyet ehlik tapşırıp işte layık maşiyatlardan süzük ilip bana dikende. Şuna hatalık mı az bulu diken. İntiham o bu diken derslerini mi çın tutu diken bu mesela intihamda mesela maşinin intihamı da fakat bir adam var da yerimizde. Bir parkı pulunu silip ben berey sana dese aş adam alalaydı aşına. Aş adam aşına epitalaydı, yapitalaydı. Lekin hiç kaçan olmaydı iken bula. Çünkü olmaydı eğer özü ne kısa vaktga sot koyurlar. He. Bu bizim beşimizde şu Praga'ga vaxtida çıkamay açıgırdan. Sana her birimiz neme $1000 pul öreyle desek, sen bana işkinç kılgan bolsan hazır men sakçı çakırım dedi. He şu. He. Onda bu bir yerde aşındak bu Avrupa'nın nemeleri.
O çünkü o devletne bular mening devletim deydigan. Ko'pinchisi munda jihat sog'lom bo'ldi ekan fikri. Şuna bu devletning taraqqiyoti uchun men bu ishni munda saqlab elib berishim kerak, to'g'ri qilishim kerak. Agar men bunday xiyonat qilsam, bu ish a jihati munda teshib chiqadi, buning keyingi devletga manda ziyanlarni olib keladi deb, devletning manfaati uchun bular qoida prinsiplarga rioya qiladi ekanda. Elbette. Bizde ama xiyonat qildiganlarchi desam, bizning sistemda sharqdagi ellarning o faqat o'zining nemisini to'shqizadi ekan, yanchiqini. Davlat bilan kari olmaydi ekan, u yiqilsa buningga, bu yiqilsa buningga otib qutula oladi ekan. Shunga chiriklik u bu narsalar tegidan hal olmaydi ekan. Bugungi nimada programmani boshlashdan oldida talab qilgandilar, shu biroz qisqa bo'lsin deb. Men shunga jiq savol so'rmay dedim. So'ralgan savollarni ko'raman do'stlar qo'ydi. Albatta bugungi programmada nurg'un yana vazni ig'ir so'zlar o'tirib qo'yildi. Faqat tafsiliy ko'rgan, mulohiza qilgan, tafakkur qilgan, aqlini ishlatgan insonlar bundan manfaat ola oladi. Taş to'qmoq insonlarga hech qachon biz tizilib boqmadik. Qo'ldan kelganini qilsin dardimiz. Helam yana shundoq deymiz, maydonimiz aniq. Chunki maqsad g'oyamizda bizning qandaqdir bir cho'mishga yoki bir qozonga ega bo'lib, undan keyin shayx to'plab, murid to'plab, bir jamoat to'plab bir markaz qilish planimiz bo'lmaganligi uchun biz faqat bilganimizni yetkazish mas'uliyati tuyg'usi tufayli ham charchavatimiz, koyiyatimiz. Shunga o'zimizning kuch bilan ketyapmiz. Ya'ni tiliqsizligimiz yo'q. Bu yerdan qochib chirib chiqib yo'qolib ketib, bu odam endi paydo bo'ldi deb ma'qul. Onu to'g'rilab qo'ysam. Xo'sh, deslar. Endi anaqa tuzum degani nimaligini o'qituvchi. Endi Qur'oni Karimda mana shu tuzumni anaqa mufattish deymizku, tekshiradigan. Ashunda bir narsa to'g'riliq yeni bir ders qilsak, yani biz keşke vay Kur'an'da ba ya komisa anda tüzüm manda tüzüm deyimizgo. Ama tüzümni kurup koğugan bilen onu anaqa tekşireydigan, onu hulası çıkarıp bir neticelerini nima qiladigan yani shuningdan aslında yani biz bunu qanday tanıymayız degan bir masala chiqsin demoqchisizlar. Qur'onda ma'ni qil deydi, undan keyin asli din deganning o'zi shu hisob kitob degan gap hojim. Tekshirib doimchi ma'ni aldım, Allah ma'ni berdi, menga men ma'ni berishim kerak yoki nima bor deb. Shu bizda ashish yig'irg'u. Men shunga namoz o'qigan vaqtida bir jamiyat namoz o'qib qolsam, namoz o'qib ketim duo qilmaymi-ku bu yerda. Nima ish qilsa, u yerda xuddi menga ashtaq tuyuladi. 2 rakat namoz o'qiydi. Aka sana men bu 2 rakat namozni o'qib berdim. Endi sen menga ma'ni ber. Ani ber, ma'ni qilib berishing kerak. Ani Xudoga uning o'zini vazif qo'yib turibdi. Uni hech qarshiliksiz qiladigan narsa u. O işimiz doğru men qolsin. Meniki ishim tijoratda mangmayaptimi, namoz o'qisam men qolamiki? Yoki o'yda jangi jadal jiqaroq bo'lyapti, namoz o'qisam bu jangi jadal to'xtab qolamiki degandek bundaq narsalarni umid qilmaslik kerak. Xolis niyatda o'qish kerak o namozni o'zini. Shu namozni o'qiysa, Xudoga ani va ma'ni va deyishga hech qanday haqqing yo'q. U yerda dalga qilgan duoying nima degan vaqtda, Xudo mush namozni men o'qidim, agar xato yerlari yo kam bo'lib qolgan yerlari bo'lsa, ketiygen deb tilashdi boshqa hech qanday bir narsani deyishga haqqimiz yo'q. Şu anda kiler saatlik derslerde aşağıda kandak tekşürüş. Özümüzde tekşürüş. Kur'an'a asasen yakışı, tüzümlerge asasen. Şu doğruluk bir ders sözler pesle diyen nimini demek istedim tek Oldu. Buldu. Bombayı reklamız ketip kalsın bu işine yakışı oldu. Meylanda olsa bugün ben bir herip gitipla. Buldu. Etiyendi bir saat kitabını tüketimizde 4-5 saat olturduk. Şundan çarşaf gittim ki. Tüketmiş asasen. Dedim yani tetik oldu dersinde falan. Buldu. Hemmalık çok rahmet. Allah razı olsun. Pidayı kardeşim.
cümlemizde inşallah. Qadirli körmenler, bugün Kur'an'dan Nazar programımızın 74. sany. Gayet yaxşı fikirler ortaklaşıldı inşallah. Kiler saatlik dersimizde görüşkiçe alman bulunlar. Eğer yaxşı görgen bolsaňlar, başka qardaşlar bilen paylaşıp tavsiye edip qoýanlar. Qaysi bir yaxşı işke vesile bolsa, onun savaby sizge ýezilidi qadirli qarindaşlar. Eğer başka fikirleriňler bolsa, bizge fikir her zaman fikirge oçukbuz. Allah razı olsun. Kene kiler saat programımızda görüşeýle. Allah'ın özüge amanet bulunlar. Assalamu